O'zbekiston tarixi va butun Markaziy Osiyoning qadimiyati, o'rta asrlardan hikoya qiluvchi adabiyotlar demak sochilib yotibdi. Dunyoni o'sha eng sivilizatsiya taraqqiy etgan hududlarini o'rganish misol uchun tariximizga begona emas. Ahamiyati, ya'ni shu narsaga boradiki, nima uchun aynan shunday bir sharoitda ular rivojlana oldi. Ekspansiyalar, harbiy bosqinlar natijasida Markaziy Osiyoga tegishli noyob qo'lyozmalar, asor atiqalar xorijga chiqib ketgan. G'arb olimlarini qiziqtirishga sabab bo'layotgan masala shunchalik kurash bo'layotgan jarayonda. Ularga alohida qilib qo'yilgan. Demak, reyestrlar bormi? Zo'r savol berdingiz, rahmat sizga. Islomgacha bo'lgan davrda ham yuksak tariximiz bor. Bizni tariximizdagi eng asosiy muammolarimiz bizda juda ko'p marotaba yozuv o'zgarganligi. Tarixchi bo'lish oson, lekin manbashunos bo'lish juda murakkabda. Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Siz O'zbekiston tarixi telekanali orqali Tarix maydoni dasturini tomosha qilmoqdasiz. Bugun tariximizni chuqurroq o'rganish, uni ko'proq tahlil qilib kelajak avlodga ajdodlarimizdan qolgan ilmiy merosni to'g'ri tahlil qilgan holda yetkazish nafaqat tarixchi olimlarimizni, ziyolilarimizni, balki barcha sohada yutuq bo'lgan kadrlarni oldida turgan dolzarb masalalardan biridir. Shu jumladan O'zbekiston tarixi nihoyatda boy tarix ekanligini nafaqat bugun mahalliy olimlar, balki xorijlik olimlar ham e'tirof etishmoqda. Xo'sh, bugun O'zbekiston tarixini o'rganilish darajasi xorijlik olimlar tomonidan qay darajada o'rganilmoqda degan bir savolni ko'ndalang qo'yadigan bo'lsak, ijtimoiy tarmoqlarda yoki tarixchi olimlar o'rtasida turli fikrlar paydo bo'ladi. Kimdir O'zbekiston tarixi o'rganilishi kerak bo'lgan tarix sifatida e'tirof etilsa, kimdir O'zbekiston tarixi u qadar uzoq o'tmishga ega emas degan tarixchi olimlarimizning ham fikri yo'q emas. Bugun biz ana shu savollarga oydinlik kiritish maqsadida yosh olimlarimizni, tarixchilarimizni taklif etganmiz. Assalomu alaykum, dasturimizda xush ko'rdik. Yuqorida aytib o'tdim, bugun bu mavzuda, ya'ni O'zbekiston tarixini o'rganilish nuqtai nazaridan nafaqat mahalliy olimlar, balki xorijlik olimlarni ham fikrini keltirib o'tdim. Ya'ni ba'zi bir xorijlik olimlarni fikriga qaraydigan bo'lsak, O'zbekiston tarixi u qadar boy tarixga ega emas. Ikkinchi Renessansdan, ya'ni Amir Temur davri bilan yoki birinchi Renessans bilan bog'liq holda bir chegaralab qo'yilgan. Shunday fikrlar borligini biz tan olishimiz kerak demoqchiman. Ularga bugun bir javob tariqasida biz bugun mana shu suhbatni uyushtirdik. Ya'ni O'zbekiston tarixi nihoyatda boy tarix ekanligini, 3000 yillik tarixga ega ekanligi va undan ham bugungi tadqiqotlar isbotlayapti, ko'p uzoq o'tmishga ega ekanligini biz ana shu savollarga bugun sizlar bilan oydinlik kiritsak. Ya'ni keling, bugun O'zbekiston tarixini o'rganilishi xorijlik olimlar tomonidan qay darajada ekanligiga dastlab oydinlik kiritsak. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Darhaqiqat juda muhim masalalardan bittasi bu yerda hozir savol qilib beryapsiz. Butun yer yuzidagi mamlakatlar o'zini nimasi bilan maqtana oladi desangiz, albatta o'zining boy tarixi bilan. Mamlakatimiz ham aynan o'shanaqangi dunyodagi ko'zga ko'ringan bugungi kunda bo'y cho'zib borayotgan taraqqiyotda ham, boshqa sohalarda ham eng namuna ko'rsatayotgan mamlakatlardan biriga aylanib bormoqda so'nggi yillarda. Demakki, bu o'z-o'zidan emas. Shu jumladan tariximizni boyitish va tariximizga bo'lgan e'tibor, hukumat darajasida e'tiborda bo'lishi, qolaversa mana shu yanada yangilik, ya'niki olimlarimizga ko'rsatilayotgan sharoitlar boy tariximizni dunyoga namoyon etishda asosiy omillardan biri bo'lib xizmat qilmoqda. Albatta. Bugungi kunda mana juda ko'plab fondlar, juda ko'plab agentliklar borki, butun o'sha dunyoda mamlakatimizdan qaysidir vaqtlarda chiqib ketgan yoki bo'lmasam aytaylikki, qaysidir sabablarga ko'ra mamlakatimizdan aytaylikki olib ketilgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Mana shunaqangi asori atiqalar yoki bo'lmasam aytaylikki qo'lyozma kitoblarimiz bugungi kunda o'sha 40 ta mamlakatda 9000 dan ziyod masalan aytaylikki O'zbekiston Respublikasi hududidagi o'sha turli manbalar, asori atiqalar, muzey eksponatlari dunyoda saqlanayotganligi bugungi kunda hech kimga sir emas. Misol uchun aytaylikki, dunyoning turli mintaqalarida aynan o'sha 9000 dan ortiq asori atiqalarni qarang, 44%ni qo'lyozma kitoblar tashkil etar ekan. Demak, bundan bilinadiki, bizda yurtimizda o'sha tarixi juda ham
muhim va o'shaligi katta uzoq o'tmishga ega ekanligini yana bir bor isboti. O'sha tarixiy dalillar, arxeologik yodgorliklardan topilayotgan madanlar yurtimizni tarixini juda ham qadimiy bronza davrlarga borib taqalishini isbotlab turibdi. Misol uchun aytaylikki, Islandiyadan tortib Avstraliyaga, Amerikadan tortib Yaponiyagacha bo'lgan mamlakatlarda juda ko'plab yurtimizni tarixini aks ettiradigan manbalar bugungi kunda ularning kutubxonalarida, muzeylarida saqlanib kelmoqda. Xususan 2022-yilda Habibullayev Akrom aka degan tarixchi olimimiz bor. Amerika Qo'shma Shtatlarida O'zbekiston hududidan, umuman Markaziy Osiyo hududidan borgan, Amerikaga borgan tarixchilar u kishini juda yaxshi bilishadi. Ajdodlar merosi Amerika Qo'shma Shtatlaridagi saqlanayotgan qo'lyozmalar degan juda katta kitobi bor. Bu inson bilan darhaqiqat o'zimiz suhbat ham qilganmiz, biz bir necha bor uchrashganmiz. U ustozi o'sha kitoblarida Amerika Qo'shma Shtatlarini 13 ta universitetning kutubxonalarida saqlanayotgan mintaqamizda, ya'niki 31 ta olimimizni bir qator qo'lyozmalarni saqlanayotganligini batafsil yoritib berganlar. Bu kitob o'zbek tilida chiqqan va juda ko'plab hozirgi kunda mana shu yurtimiz olimlarini, tarixchi olimlarimizni qo'lida u kitob bor. Ana shu kitobdan ma'lum bo'lishicha, mamlakatimizni qarangki, o'sha universitetlarda, kutubxonalarda qo'llarda o'sha olimlarimizni o'sha o'rta asrlarda yozilgan Beruniylarni yoki bo'lmasam aytaylikki Al-Xorazmiyni asarlari, umuman o'sha bobolarimizning o'rta asrlarda yaratgan bobolarimizning asarlarini qo'lyozmalari ekanligini bu kitobda batafsil yoritib berganlar. Bundan ham ko'rishimiz mumkin. Yoki bo'lmasam aytaylikki boshqa mamlakatlarda ham qator kutubxonalarni qaraydigan bo'lsak, o'rta asrlardagi qo'lyozma kitoblarimiz yoki bo'lmasam aytaylikki o'sha qadimgi yodgorliklar, bizni yodgorliklarimizdan topilgan asori atiqalar, ularni o'sha muzeylarini yoki bo'lmasam aytaylikki ularda o'sha tarixiy maskanlarini asosida bo'lib turibdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Juda o'rinli va keng ma'lumot berdingiz. Shu o'rinda bir haqli savol paydo bo'ladi. Biz o'zimizning tariximizni, har bir millat o'zini tarixini o'rganish, u millat uchun ko'proq foyda keltiradi. Ya'ni o'zligini, kim ekanligini aniqlash uchun, to'g'rimi? Anglash uchun. Xo'sh, bizni tariximizni o'rganish jahon tarixchilariga nima beradi? Nima uchun ular bizni tariximizni o'rganadi? Yuqorida siz aytib o'tganingizdek, mana shunday boy ilmiy merosimiz borligi uchunmi yoki boshqa maqsadlar ham bormi? Albatta, bu yerda ta'kidlash kerakki, shu kunlarda Yoqubjon juda o'rinli aytdi, 40 dan ortiq mamlakatda O'zbekiston tarixiga tegishli moddiy va ma'naviy manbalar sochilib yotibdi va ana shu manbalar, adabiyotlar ichida qo'lyozmalar teng yarmini tashkil qiladi degan fikr to'g'ri aytildi. Va bu qo'lyozmalar asosan dunyoning eng rivojlangan mamlakatlari Amerika Qo'shma Shtatlari, to'g'ri sanadingiz, universitetlar, muzeylar, Buyuk Britaniyada, Fransiyada, Italiya Sharqshunoslik institutida, Italiyaning Milan muzeylarida, o'zimizning Osiyo mamlakatlari, Hindistonda, Pokistonda, Turkiyaning Sulaymoniya muzeyida, kutubxonasida, xo'p, bu yoqqa keladigan bo'lsak, Eronda juda katta miqdorda O'zbekiston tarixiga, Misr Arab Respublikasida O'zbekiston tarixi va butun Markaziy Osiyoning qadimiyati, o'rta asrlardan hikoya qiluvchi adabiyotlar, demak, sochilib yotibdi. Endi bu asarlarni u yerliklar qanchalik o'rganyapti degan savolingizga javob shundan iboratki, birinchidan Yevropaliklar nazdidan kelib chiqadigan bo'lsam, ularni ko'proq ikkita Renessans davri juda qiziqtiradi. Chunki ular qanday bu darajaga erishdi? Uyg'onishning siri qayerda? Agar e'tibor bersak, musulmon Renessansi degan iborani ham shvetsariyalik olim fanga kiritgan. Ular kerak bo'lsa ko'proq o'rgandi. Ikkinchi misol keltiraman, mana François Hainaut degan fransuz tarixchisi bor. U 10-15-asrlarda Markaziy Osiyo degan asar yozdi yaqinda. Uni taqdimotini O'zbekistonda qilib ketdi. Ya'ni ular juda ham katta e'tiborini o'rta asrlarimizga qaratadi. Biroq bu degani boshqa davrlar tarixi ularning e'tiboridan chetda qoldi degan fikrdan yiroq bo'lishimiz kerak, chunki ularni muzeylar va kutubxonalarda saqlanayotgan asarlar turli mavzularda.
man keyinroq to'xtalaman. Masalan, Germaniyani muzeyida Bayonqulixon maqbarasi bor. 14-asr o'zimizni Bayonqulixon, Chig'atoyzodaning maqbarasi. Ana shu maqbaraning bir bo'lagi, o'sha yerdagi bir anjomlar borib qolganda, ular bizni arxitekturamizga ham shu orqali qiziqyapti. Yoki Yevropa muzeylarida Mirzo Ulug'bekning Zich asarining bir nusxalari bor. O'sha astronomik ilmni qanchalik rivojlanganligini o'sha yerdagi manbalar orqali talqin qilishga e'tibor kuchaydi. Ammo ayniqsa Yevropa mamlakatlarida, Britaniya muzeyida, Parij, Fransiya milliy kutubxonasida, juda ham Cambridge universiteti kutubxonasida, Oxford Islom tadqiqotlari instituti kutubxonalarida juda qo'lyozmalar ko'p ekanki, ular uni tadqiq qilishda muammolarga ham duch kelyapti. Qanday muammolarga? Muammolar shundan iboratki, uni o'qiydigan, uni tadqiq qiladigan mahalliy mutaxassis yo'q. Shuning uchun shu sohalarda bizni o'lkamiz O'zbekiston olimlari bilan ular hamkorlik qilishga, ilmiy aloqalar o'rnatishga ham majbur bo'lishyapti. Demak, bu ulardagi Markaziy Osiyodagi ilm-fan madaniyat bilan tanishish, o'rganish nuqtai nazaridan, kashf etish nuqtai nazaridan va bu mintaqa dunyo ilm-faniga bugun kirib kelmadi. Bular o'sha haqiqatda tamaddunning beshik hududi ekanligini asoslash uchun ham ular yozyapti. Masalan, Fredrik Starr degan bir olimimiz bor. U har doim o'rta asrlarda Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston hududlari haqida ko'p yozadi. Ular e'tirof etyapti va qaysidir ma'noda bizni tariximizni targ'ib qilishda, tanishtirishda davom etishyapti. Bu yaxshi holat deb hisoblayman. Farhod aka? Qolaversa, dunyoni o'sha eng sivilizatsiya taraqqiy etgan hududlarini o'rganish misol uchun tariximizga begona emas. Biz nima uchun qadimgi o'sha Nil vodiysi hududlarini juda yaxshi o'rganamiz. Butun dunyo o'rganadi, chunki u dunyoning sivilizatsiya beshiklaridan biri hisoblanganligi sababli. Nega uchun misol uchun endi savol tabiiyki, nima uchun masalan Markaziy Osiyo tarixini o'sha turli davrlarida xorijlik olimlar tomonidan juda qiziqib bu davrni o'rganishi, bu yer o'sha qadim mana shu dunyoni ajralmas, dunyo sivilizatsiyasining bir tarmog'i va qachonlardir dunyoning sivilizatsiya markazi bo'lganligidan dalolat beradi. Shuning uchun ham butun o'sha xorijiy olimlarni o'sha eng mayda narsalarimiz, misol uchun arxitekturadan o'sha chizilgan gullarimizdan, unga berilgan ranglaridan tortib g'ishlarigacha oddiy bir misol. Butun ularni e'tiborini tortishi tabiiy. Kelinglar, yosh tadqiqotchilarning fikrini ham bu borada eshitaylik, marhamat. Nima uchun dunyo olimlari, tarixchi, ya'ni turli soha vakillari aynan Markaziy Osiyo tarixini o'rganadi degan savollarga ustozlarimiz javob berishdi. Ularni fikriga qo'shilgan holatda va qo'shimcha qilgan holatda shuni ta'kidlab o'tamizki, bizni hududimizda yashab o'tgan ajdodlarimiz tomonidan yaratilgan asarlar, umuman inshootlar deymizki va fanga olib kirgan yangiliklar ularni shu darajada qiziqtirdiki, ya'ni nima uchun aynan boshqa hudud bo'lmadi va aynan shu hududda yetishib chiqqan olimlar aynan shunday bir kashfiyotlar qilishdi. Dunyo tamadduniga dunyo tamadduni aytishimiz mumkinki, misol uchun mana Mirzo Ulug'bekning Ziji jadid ko'rigoni asarini aytdik yoki boshqa, ana bu inson shu qadimgi dunyo tarixida ijod qilgan shu Yunon olimlari Giparx, Ptolemeydan so'ng, qarang 1,5 ming yildan so'ng umuman mukammal bir astronomik jadval yaratishga erishdi yoki bo'lmasa boshqa bir qancha olimlar deymizki, juda katta bir ilmiy yutuqlarga erishdi va dunyo olimlari aynan bu davrda Markaziy Osiyo hududi biz juda bir murakkab geografik hududda joylashganmiz, murakkab geografik, ya'ni rivojlanishi o'ta bir berk hudud, dengizga chiqish yoki bo'lmasa savdo aloqalari berk hududda joylasha turib, lekin rivojlandik. Ko'rishimiz mumkin, aynan o'sha davrda ham bizlarda bir qancha davlatlar mavjud bo'lgan, shu birinchi va ikkinchi Renessans davrida ham siyosiy jarayonlar, harbiy mojarolar yuz berib turgan vaqtda ham biz rivojlandik va dunyo olimlarining ahamiyati, ya'ni shu narsaga boradiki, nima uchun aynan shunday bir sharoitda ular rivojlana oldi va bunga nima turtki bo'ldi va bu insonlarni hozirgi kunda ustozlarimiz aytib o'tdiki, qo'lyozmalarni o'qishda muammolarga duch kelishi. Ular muammolarga nima uchun duch keladi? O'zbekiston tarixini o'rganish uchun biz bir qancha tillarga murojaat qilamiz. Birinchi o'sha arabiy, arab yozuviga, undan keyin fors tilida va rus tilida yozilgan manbalar. Endi rus tilidagi yoki bo'lmasa manbalarni o'qish ko'pchilikka qiyin emas, lekin arabiy manbalar, misol Mirzo Ulug'bekning asarlari, Beruniy, Xorazmiy asarlar barchasi arabiy
harfda yozilgan. Endi uni o'rganish uchun nafaqat arab tilini bilish kerak, balki fizika, matematika, geografiya, kimyo fanlarini mukammal egallagan bo'lish kerak. Mana ular shu davrdagi o'zini qomusiy olimlik bo'lganligi uchun bitta asarda, tarixga bag'ishlangan asarda bir qancha sohalarga ular urg'u berishgan, murojaat qilishgan va bitta tarixchini o'zi, matematikni o'zi bu asarni o'rgana olmaydi. Oddiygina qilib oladigan bo'lsak, ular ham nima desa bo'ladi, qomusiy bir olim bo'lib, o'zini davrida yoki bo'lmasa bitta katta bir olimlar jamoasi bitta asarni ustida yillab o'tirib uni ishlashga, uni tarjima qilishga va bu yerda berilgan ma'lumotni o'rganishga vaqt ketadi va shuning hayrati ham bu insonlarda boshqacha bir taassurot nima desa bo'ladi, qoldirishi mumkin. Bir inson, hozir biz yuzlab inson o'rganayotgan ishni o'sha bir nechta inson qilganligi ularni hayratga soladi. Yana bir savol tug'iladi. Yuqorida aytdingiz, bizni ko'p boyliklarimiz, ilmiy meroslarimiz, asor atiqalarimiz jahonni turli nuqtalarida mana sanab o'tdingiz ustozlar. Xo'sh, ular nima sababdan olib chiqib ketilgan? Qanday qilib borib qoldi? Biz bilamiz, tarixda juda bo'hronli davrlar, urushli davrlar ko'p bo'lgan. Shu mana shu bosqinlar sabab bo'ldimi yoki uni qandaydir boshqa sabablari ham, obyektiv, subyektiv sabablari ham bormidi? Albatta, bosib olib ketilishining turli bosqichlari va turli sabablari bor. Birinchisi bu harbiy ekspansiyalar, harbiy bosqinlar natijasida Markaziy Osiyoga tegishli noyob qo'lyozmalar, asarul atiqalar xorijga chiqib ketgan. Ikkinchisi bu maxsus missiya bilan ham ana shu asarul atiqalarni yig'ib ketishga kelishgan. Topshiriqlar asosida, ko'rsatmalar asosida kelib yig'ib sotib olib ketilgan. Uchinchidan, tabiiyki Markaziy Osiyo Ipak yo'li tarmog'ida joylashgan va bu o'sha Ipak yo'lidan o'tgan savdogarlar orqali bizni noyob qo'lyozma asarlar, kitoblar dunyoga yoyilgan. Ya'ni savdogar olgan, arzongaroq olib sotgan, ya'ni shu orqali chiqib ketgan bo'lishi ehtimoli bor. Va yana eng bir nozik joyi shundan iboratki, masalan, Rossiya imperiyasi istilosi vaqtida askarlarga hatto alohida ro'yxat berilgan. Mana shu asarlar, mana shu kitoblar, mana shu manbalar chiqsa albatta topshirasan degan, ularni cho'ntagi, yon cho'ntagida ana shu noyob qo'lyozmalar va topilishi mumkin bo'lsa olib qo'yilishi kerak bo'lgan asarlar ro'yxatlargacha bo'lgan. Xalqni ichidan, xalqni o'zidan olib qo'yilgan. Xuddi o'zi, ya'ni bosqinchining askarlari ham ana shu asarlarni, moddiy qo'lyozmalarni, adabiyotlarni, ashyolarni olish uchun maxsus tayyorgarlikdan o'tishgan va ularda ro'yxatlar shakllantirib berilgan. Alohida institutlar tomonidan, ya'ni mintaqani madaniy, tarixiy, o'sha sivilizatsion masalaga oid hamma narsasini olib ketish ularning bosh maqsadi bo'lgan. Shu tariqa bizning asarlar xorijga chiqib ketgan. Shuningdek, bizda Amerikada Indiana universitetini professori Akram aka Habibullayev bilan ko'p suhbatlarimizni so'radik. Masalan, o'sha Amerikani turli 13 ta shtatidagi o'sha kutubxonalarda 13 ta kutubxonasida saqlanayotgan 123 ta qo'lyozma qanday borib qolgan? Bu o'zlari 123 ta qo'lyozma. 123 ta Navoiyniki, Boburniki hammasi deb savol berganimizda, xuddi shu savol berganimizda ustoz nimaga, qanday yo'llar bilan kelgan? Turli yo'llar bilan. Javobi shunday bo'ldiki, misol uchun aytaylikki, bitta kitobni zakaz qilib, misol uchun buyurtma qilib olib kelinadigan joylari bor deydi, yoki bo'lmasam iltimos qilib, misol uchun o'sha juda katta mablag' evaziga kutubxona o'shani buyurtma qiladi deydi. Bu yo'llar bilan olib kelingan yoki bo'lmasam kimgadir u sovg'a qilingan deydi. Shu yo'llar bilan mana shu 123 ta o'zlarining kitoblariga yozgan bu manbalarni ana shu yo'llar bilan kelib qolganligini aytadi. Aniq bir sabab yoki bo'lmasam aytaylikki, biron bir narsa ko'rsatilganmi deyilsa, o'sha asarlar qanday kelib qolgan, unaqangi ma'lumotlar yo'q u yerlarda deydi. O'sha kutubxonalarda har bitta o'sha 13 ta kutubxonasini har bittasida ustoz ishlaganlar, o'zlari o'sha qo'lyozmalarni ko'rganlar, o'zlari ham sharqshunos olim, arab va fors tillarini yaxshi mukammal biladilar. O'shaning uchun mana shunaqangi sabablarni keltirdi. Farhodjon fikrlariga qo'shimcha ravishda shunday qilishimiz kerakki, Yevropada ilm-fan ertaroq uyg'ondi-da. Misol uchun aytaylikki, 16-asrda Yevropada ancha
taraqqiy etgan edi ilm fan, ayniqsa Italiyada. O'sha Yevropani O'rta Yer dengizi qirg'oqlarida, Ispaniya, Italiyada madaniyat ilgariroq uyg'ondi va u yerda xususiy kolleksionerlar paydo bo'ldi. Juda ko'plab sayyohlarning homiylari davlat bo'lmaganda yoki qirollar bo'lmagan. O'rta asrlarda mana bunday kuzatadigan bo'lsak, hammasini masalan mo'g'ullarning yurtiga yuborilgan, maxsus yoki bo'lmasam Amir Temurning yurtiga yuborilgan hamma elchilarni bevosita homiylari xususiy kolleksionerlar. Hozirgi tilimiz bilan aytganda sarmoyadorlar, tadbirkorlar. Demakki, bularga qo'yilgan vazifa shundan iborat bo'lyaptiki, ular albatta o'sha tarixiy hamda madaniy yodgorliklardan topilgan va o'sha tarixiy arxaik deydi o'zlari, o'sha materiallarga juda qiziqqan. Asori atiqalarga qiziqqan va o'shalarni butun dunyodan yig'ib kelish uchun, ayniqsa bu narsalar mana shu O'rta Osiyo, Markaziy Osiyo, Eron hududlarida juda ko'p bo'lganligi sababli bu yerlarda olib ketgan. Juda ko'plab buyurtmalar asosida maxsus o'sha elchilar tashkil etilgan. Farhojon aytgandek, ana o'shalarning natijasida juda ko'p ketdi. Qolaversa, mana hozirgi kunda Chorsu bozoriga chiqsak, kitob do'konlari bor. 19-asrda xuddi shunday kitob do'konlarida o'sha davrdagi chiqqan kitoblar turar edi-da. Bozor rastalarida. Chunki o'sha payt ijtimoiy iqtisodiy vaziyat ham u hamin qadar bo'lgan insonlar moddiyat olish uchun ham uydagi o'sha merosni, ya'ni ilmiy meroslarni, kitoblarni olib borib bergan va qolaversa ularda misol uchun o'sha chet el sayyohi juda katta mablag' so'rasa, bu kitoblar misol uchun oddiy holdek tuyulganda biz uchun. Oddiy hol, masalan, aytaylikki, kundalik hayotda o'qilayotgan uni qo'lyozma muhim manba ekanligi o'sha davrda qo'lda. Shuning uchun shu sabablarga ko'ra juda ko'pi mana aytaylikki Vena kutubxonasida juda katta qo'lyozmalarimiz, yurtimizdan ketgan qo'lyozmalar. Fransiya, mana Farhoj aytdi, hozirgacha o'sha asori atiqalarimizdan faqat qo'lyozmalar, butun o'sha hududlarimizdan topilgan yodgorliklarimiz. Endi mustamlakadan ilgarigi vaqtlarda ana shunaqangi yo'llar bilan, turli xil yo'llar bilan, o'sha karvon yo'llari orqali yoki elchiliklarda natijasida o'sha dunyoning turli hududlariga ketib qolgan. Hozir mana aytyapsiz-da, bizni dunyoning mashhur muzeylarida bizni asori atiqalarimiz, qo'lyozmalarimiz mavjudda. Azizaxon, sizga yuzlanmoqchiman. Qarang, ba'zi bir manbalarga yoki ba'zi bir davrning tarixini o'rganishga murojaat qiladigan bo'lsak, tarixchi olimlarimiz aytadiki, bu sohani mutaxassisi yoki bu sohada olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlar nihoyatda kam deydi. Aynan mana shu davr nuqtai nazardan deydi. Masalan, o'rta asr deymizmi yoki undan oldingi yoki qadimiy, bunisini bilmayman, lekin shunday javoblar beradi. Qaysidir davrda ochiq qolgan tadqiqotlar hali ko'p deydi. Buni sababi bizni ana shu davrdagi ilmiy merosimiz chetga chiqib ketganligi uchunmi yoki uni boshqa sabablari ham bormi? Ya'ni aytmoqchiman, aynan qaysi davrga oid ko'proq bizni ilmiy merosimiz xorij, yuqorida siz aytgandek, katta muzeylarda saqlanyapti. Qaysi davrga oid? Ustozlar aytgan gapiga qo'shilgan holatda shuni aytish mumkinki, O'zbekistonda, ya'ni O'rta Osiyo hududida topilgan qadimiy qo'lyozmalar, asori atiqalar faqat Yevropa davlatlari yoki Amerika Qo'shma Shtatlari emas, Hindiston, Pokiston hududi ham juda ham ko'pligini ko'rishimiz mumkin. Ayniqsa Hindistondagi Xudobaxsh degan sharqshunoslik institutida 21 mingdan ortiq qo'lyozma saqlanadi. Hattoki bu qo'lyozmalar fondi bugungi kunda mana shuni tarkibida UNESCO Butunjahon reyestridan o'tgan kitoblari ham mavjud. Shular qatorida aytish mumkinki, O'rta Osiyo tarixiga doir qimmatli manbalarni sanab o'tishimiz mumkin. Bulardan biri 14-asrga taalluqli bo'lgan Hofiz Sheroziyni noyob o'sha anaqalar kitoblar jamlanmasi ham mavjud. Bu hozirgi kunda nafaqat Hindistonda, balki butun dunyoni o'rganishini o'ziga jalb qilmoqda. Bugungi kunda bu sharqshunoslik institutimiz raqamlashtirilgan holatga o'tmoqda va mana shu buni o'rganishni yana ham keng imkoniyat yaratib bermoqda. Biz kabi yosh olimlarni o'rganishida onlayn tarzda o'rganishga imkoniyatlar bermoqda. Faqatgina bu emas, bu sharqshunoslik institutimizda yana aytishimiz mumkinki, Jamiat Tavorix asari ham mavjud. 13-asrdagi mashhur asarlardan biri hisoblanadi. Mana shu asrni o'rganilishi ham bugungi kunda jadal ketmoqda. Yana Hindistonda bizni eksponatlarimizdan Rampur Roja naqasida
qo'lyozmalar fondida bunda 17 mingdan ortiq qo'lyozma mavjud. Mana shu qo'lyozmalar fondida O'zbekiston tarixiga oid, O'rta Osiyo tarixiga oid bir qancha asarlar, eksponatlar va miniatyuralar mavjudligini ko'rishimiz mumkin. Aynan qaysi davrga oid? Aynan o'rta asrlarga, Temuriylar davrida va yana aytish mumkinki, Boburiylar sulolasi davriga doir bo'lgan kitoblarimiz, asarlarimiz mavjud. Bulardan biri Devoni Bobur hisoblanadi. Devoni Bobur bu Boburiylar davriga oid bo'lgan eng qadimiy, eng ishonchli qo'lyozma hisoblanadi. Buni tasdig'i sifatida ko'rish mumkinki, mana shu qo'lyozmada hattoki Shohjahonni o'zi oxirga yetkazib qo'yganligi, Shohjahon qo'lyozmasi mavjud ekanligi ham bugungi kun tarixchilarimiz oldida O'zbekiston tarixi, O'rta Osiyo tarixini o'rganishda juda ham katta qiziqish bildirayotganligidan dalolat beradi. Yana shuni aytish mumkinki, faqatgina Hindistonda emas, O'zbekiston tarixini, O'rta Osiyo tarixini o'rganishda Pokiston Islom Respublikasida ham qator ishlar va o'sha eksponatlarimiz mavjudligini ko'rishimiz mumkin. Buni aytish mumkinki, 1992-yil 27-mart kuni O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi va Pokiston Islom Respublikasi Madaniyat vazirligi hamkorlikda memorandum imzolangan va mana shu memorandumda tarixiy qo'lyozmalarni almashish jarayoniga katta e'tibor qaratilgan va bugungi kunda tarixiy qo'lyozmalar almashish jarayoni ketmoqda va yana shuni aytish mumkinki, 2025-yilda 26-28 may kunlari Pokiston Islom Respublikasi Madaniyat vaziri O'zbekiston Respublikasiga rasmiy tashrif bilan buyurdi va mana shu rasmiy tashrif Samarqandda bo'lib o'tdi va shu narsa kelishildiki, O'zbekistonda ochilayotgan Islom sivilizatsiya markazida Pokiston Islom Respublikasi O'zbekiston tarixiga doir bo'lgan eksponatlari bilan kelib qatnashishni ilgari surildi va yana shu narsa ilgari surildiki, 2021-2026 yillarga mo'ljallangan memorandumni yana qayta isloh qilish va yana cho'zishga, ya'ni tarixiy xotiralarimizni tiklashga, asar atiqalarimizni almashishga va o'sha aytib o'tganimizdek tariximizni jonlantirishga katta e'tiborlar qaratilmoqda. Hozir mana Pokiston, Hindiston misolida bizga ma'lumot berdilarda, biz e'tirof etib o'tishimiz kerak. Bugun tarixni o'rganish borasida yoshlarimiz O'zbekiston tarixini xorijda o'rganish masalasi bo'yicha turli davlatlar miqyosida o'rganyapti-da. Siz mana hozir bejizga Pokiston, Hindistonni misol keltirmadingiz. Aynan mana shu davlatlar bizni tariximizni qanday o'rganayotganligi haqida ilmiy ishlar olib boryapsiz, adashmasam. Bu yerda mana Koreya davlatida qanday o'rganilayotganligi yoki Eronda yoki Arabistonda qanday o'rganilayotganligi haqida ham yosh olimlarimiz bu borada tadqiqotlar olib boryapti. Keling, Timur, sizga yuzlansam. Xo'sh, Eronda bu borada, ya'ni bizni O'zbekiston tariximizni o'rganish, ularda bizda bo'lgan mana shu ajdodlarimizning ilmiy meroslari Eronda qanchalik o'zini kutubxonalarini boyitib turibdi, shu haqida ham ma'lumot bering. Haqiqatdan aytganingizdek, bizni tariximizga oid bo'lgan juda ham ko'plab manbalar Eronda ham yetarli darajada o'sha 10 ga yaqin bo'lgan kutubxonalarda, milliy arxivda, harbiy arxiv materiallarda yetarli darajada turibdi. Bugungi kunda mana ko'rishimiz mumkinki, Eronda dunyoda eng ko'p arxiv materiallar va manbalar saqlaydigan davlatlardan biri sifatida ko'ramiz. Aynan mana shu davlatni kuchli 10 talikka kirgiziladi va 1 millionga yaqin arxiv materiallari hamda tarixiy manbalarni o'zida jamlagan yurt sifatida ko'riladi. Aynan mana shu Markaziy Osiyoni tarixiga oid bo'lgan manbalarning eng ko'pi ko'rishimiz mumkinki, Tehron milliy kutubxonasida hamda Tehron arxivida hamda Saadobodda joylashgan o'sha Pahlaviylar davrining saroyi bo'lgan harbiy muzeyda juda ham ko'plab saqlanib kelmoqda. Aynan mana shu yerlarda ko'rishimiz mumkinki, manbalarni birgina nusxasi emas, bir necha nusxalab saqlanayotganini ko'ramiz. Ayniqsa bizda tariximizga oid bo'lgan qaysi davrni tarix ko'proq haligi ularni qiziqtiradi degan masalada biz ko'rishimiz mumkin, birinchi Renessans davriga oid bo'lgan juda ham ko'plab manbalarning nusxalari aynan Eronda saqlanib kelyapti va ikkinchi Renessans davriga oid bo'lgan ham juda ham muhim bo'lgan manbalar. Ayniqsa mana ko'rishimiz mumkinki, Ravzatus Safoni 10 dan ortiq nusxasi, versiyasi aynan Eronda Tehron milliy o'sha arxivida 10 dan ortiq nusxasi turibdi. Va yana Tarixi Nasafiy asarini aytishimiz mumkin. Aynan Mo'g'ullar davri tarixiga oid bo'lgan Tarixi Nasafiyni 19 dan ortiq
mana shu nusxasi mavjud. Albatta nima uchun nusxalarga alohida e'tibor qaratyapman? Chunki nusxani qanchalik ko'p bo'lsa, manbani shunchalik keng tarqalganligiga ishonchli dalil bo'ladi. Albatta mana shunday asarlarda yana bitta Jami-ut Tavorix, ya'ni Hofiz Avroni Jami-ut Tavorixini ham 10 dan ortiq nusxalari mana shu yurtda saqlanib kelyapti. Va Eronda albatta qanday borib qoldi degan masalaga yuzlanmoqchi edim. Ustozlarning fikriga qo'shilgan holatda asosan bizda Markaziy Osiyoda xonliklar davri tarixiga qaraydigan bo'lsak, ko'proq kitoblarni elchilarga sovg'a qilish masalasi. Ya'ni kelgan elchilarga sovg'a qilindi mana shunday tarzda kitoblar va har xil miniatyuralar ishlangan holatdagi asarlarni ko'rib, albatta davlat o'zini naqadar yuksak bir yuqorida ekanligini ko'rsatish maqsadida ham madaniy jihatdan elchilarga shunday kitoblar sovg'a qilindi. Va mana shu kitoblar nafaqat Eronga, balki Hindiston, Pokiston, boshqa yurtlarga ham juda ham ko'plab tarqalib ketganligini ko'rishimiz mumkin. Asosan bitta narsa, g'arb olimlarini mana shu nima uchun qiziqtiryapti degan masalaga alohida to'xtalmoqchi edim. G'arb olimlarini qiziqtirishga sabab bo'layotgan masala shunchalik kurash bo'layotgan jarayonda Mo'g'ullar bosqini sodir bo'ldi. Birinchi Renessansdan keyin shunchalik og'ir ta'sir qilgan Mo'g'ullar bosqinidan keyin qanday qilib yana Renessans holatiga yuz tutdi bu yurt degan bu qadar ko'tarildi. Ko'tarilish holatini juda ham qiziqish bildirishadi va shu asnoda Markaziy Osiyoni tarixiy manbalariga juda ham ko'plab e'tibor qaratishadi. Mana birgina Eron masalasida to'xtaladigan bo'lsak, Eronda bizni Markaziy Osiyodan manbalar juda ham ko'p borib qolishiga sababchi bo'lgan holat deb aytiladiki, Nodir shohning Hindiston yurishi arafasida 1738-39-yillarda yurish amalga oshirgan bo'lsa, Boburiylarni ustiga aynan mana shu Boburiylar saltanatiga qilgan yurishi asnosida yo'l-yo'lakay Markaziy Osiyoga ham mana shu yurish uyushtirilganligini ko'ramiz. Aynan mana shu yurish arafasida dastlab Hindistonga qilingan yurishda shunaqa katta bir ilmiy bir kutubxonalarni ko'chirib olib keldiki, nafaqat kutubxona, balki boyliklar, o'sha Amir Temurning qilich ham mana shu davrda Bobur bir vaqtlar o'sha Samarqandda hukmron bo'lib turgan bir vaqtda olib ketilgan o'sha Hindistonga olib ketgan nimasi qilichdi, ya'ni Amir Temurning qilichini keyinchalik Nodir shohni o'sha xazinalari qo'lga kiritgan xazinalar qatorida Eronga borib qolganini ko'rishimiz mumkin. Eronda harbiy muzeyda o'sha Saadabodda 2023-yilda O'zbekiston Fanlar akademiyasi tarix instituti direktori Azamat Ziyo tashrif buyurganda aynan mana shu yerga Saadabodda Amir Temur qilichini bir nusxasini ko'rganligini aytilsa, keyinchalik aynan mana shu tashrifni davomi tarzida mana shu qilichni 3 ta nusxasi borligi aytilgan. Va Amir Temurni nafaqat mana shu qilichi, balki Amir Temur va Temuriylar davriga oid bo'lgan ko'plab manbalarni o'z ko'zim bilan ko'rib, mana shu yurtda borib qolganligi haqida ma'lumotlar beradi. Endi bitta narsa, o'sha Zahro Muhammad degan eronlik ayol tarixchimiz bor. O'zbekiston Markaziy Osiyo tarixini, ayniqsa Temuriylar davriga oid bo'lgan juda ham ko'plab ma'lumotlarni beradi va eng asosiy biz uchun juda ham qiziq bo'lgan holati, u aytadiki, Eronda ga berilgan Mo'g'ullar tomonidan berilgan zarba, ya'ni madaniy jihatdan berilgan zarbani agar Amir Temur bo'lmaganda qachon edi mana shuni tiklash masalasi. Amir Temur keltirgan ziyondan ko'ra Mo'g'ullar keltirgan ziyon Eronga juda ham kuchli ta'sir qildi. Amir Temur nima qildi? Bu yerga kelib turib, mana shu yurtni madaniy jihatdan o'sishiga xizmat qilganligi, Mashhad, Sherozni, Tabrizni obod qilganligi haqida yaxshigina ma'lumotlar uchraydi. Va yana bir alohida ta'kidlab o'tishimiz kerak, Temuriylar tarixiga oid bo'lgan eng qadrlanadigan hukmdor Amir Temurdan tashqari Shohrux Mirzo davrini ham juda ham qadrlashadi. Va Shohrux Mirzo aynan mana shu Amir Temurning 3 yillik, 5 yillik yurishlari davrida keyinchalik mana shu hududda rivojlantirish yo'lida xizmat qilganligi va mana shu joyda keyinchalik 1447-yilda shu yerda vafot etganligini ham ko'rishimiz mumkin. Shohrux Mirzodan tashqari bu yurtda
Husayn Bayqaro, Alisher Navoiy kabi tarixiy shaxslar ikkinchi renessansni ulug' vakillarini mana shu yurtni madaniy jihatdan o'sishida xizmat qilganligi bugungi kun eronlik tarixchilarni o'rganishga majbur qilyapti. Va mana shu mana masala qayerda qarang. Hozir xursand bo'lyapman-da, hozir bularni berayotgan ma'lumotlardan yosh tadqiqotchi olimlar bo'lajak, olimlar, ziyolilar, sizlar ularga berilayotgan imkoniyat bugungi kunda tariximizni mana shunday chuqurroq o'rganish uchun davlatimiz tomonidan nafaqat olimlar o'rtasida hamkorlik ishlari yo'lga qo'yilgan, balki yosh olimlar o'rtasida ham mana shunday hamkorlik ishlari yo'lga qo'yilganligidan yangi ma'lumotlar topilyapti. Ma'lumotlar orqali tariximizda bo'lgan buyuk shaxslarga qanday baholar berilyapti-da. Bu juda ham tariximizni boyitadigan ma'lumotlar. Davramizda yana mana Koreya davlatida adashmasam Furqatjon o'qib kelgansiz, to'g'rimi? Chunki bugun yoshlarimizni chet davlatga, xorijlarda o'qitish masalasiga ham davlatimiz tomonidan alohida e'tibor qaratilyapti. Siz Koreya davlatida o'qib, bizda, ya'ni bizni tariximizga oid bo'lgan asori atiqalar, manbalar, umuman mana shu ajdodlarimizning ilmiy merosi bilan yaqindan tanishgansiz. Ya'ni o'z ko'zingiz bilan ko'rgansiz adashmasam. Ularning munosabati qanday? Munosabatiga keladigan bo'lsak, u yoqda O'zbekiston tarixini o'rganishga qiziqish juda ham katta. Ya'ni aynan shu mustaqillikka erishganimizdan keyin, aloqalar o'rnatilgandan keyin, ya'ni bizning tariximizni o'rganish, tilimizni o'rganish, madaniyatimizni o'rganish juda ham qizg'in tus olgan. Va Janubiy koreyalik tadqiqotchilar tomonidan bizning tariximizni o'rganish 3 ta bosqichda bo'lishimiz ham mumkin. Ya'ni birinchi o'rinda, ya'ni O'rta Osiyoga islom dini kirib kelishdan oldingi davr tariximiz to'g'risida. Ya'ni bevosita o'sha bizning hududlarimizda, xususan O'zbekistonning janubiy hududlarida buddaviylik dini tarqalganligini bilamiz va yaponiyaliklar bilan birgalikda janubiy koreyaliklar ham bir necha bor dala anaqalarini, tadqiqotlarini amalga oshirishgan. Ya'ni shu O'zbekiston hududlarida buddaviylik bilan bog'liq eksponatlarni topishgan, o'sha haykalchalarni topishgan va o'sha haykallar bugungi kunda Seul davlat universitetining kutubxonalarida saqlanadi. O'sha Koreya davlat muzeyiga tashrif buyurganimizda shu Budda haykalchalarini, biz anaqalarini ko'rdik. Undan tashqari yana bitta narsa bor bu yoqda. Ikkinchi jihati bu bilamizki, o'sha koreyslarning o'sha Stalin tomonidan 1937-yilda O'rta Osiyoga deportatsiya qilinishi. Buni tarixiga ham janubiy koreyaliklar juda ham jiddiy qarashadi va o'rganishadi va ulardan qolgan o'sha qatag'on tasvirlari, rasmlarini deyishimiz ham mumkin. Yo'llardagi qiyinchiliklar, insonlarning vafot etishi tasvirlari juda ham bir ta'sirli holatda tasvirlab berilgan va o'sha ham Koreyaning o'sha aytganimizdek Koreya Milliy muzeyida saqlanib keladi va o'zimiz guvoh bo'lganmiz va bunaqa o'sha muzeydagi eksponatlarni ko'rsatish uchun ko'rgazmalar ham tashkil qilib turishadi. Ya'ni har yilda bir marotaba ko'rgazmalar bo'ladi va chet ellik talabalar, xususan o'sha tarixi, ya'ni bevosita shunga aloqador bo'lgan talabalarni ham taklif qilishadi va biz o'shani guvohi bo'lganmiz. Va undan tashqari biz aytishimiz ham mumkinki, o'sha aytganimizdek Sovet davrida janubiy koreyalik olimlarning O'rta Osiyoni tadqiq qilishlari yoki kelib o'rganishlari imkoniyati juda ham cheklangan edi. Ya'ni bilamizki, Sovet ittifoqi Janubiy Koreyani davlat sifatida tan olmagan 1991-yilgacha va o'shandan oldingi bo'lgan tariximizni qarasak, asosan ular undan oldinroq boradigan bo'lsak, o'sha ular Yaponiya ta'siriga tushib qolishgan. Umumiy olganda o'sha asosiy o'rganish, katta qiziqishning boshlanishi bizni Janubiy Koreya tomonidan tan olishi, biz tomonimizdan Janubiy Koreyaning tan olinishi, shu masalalar ya'ni hal qilingandan keyin 91-yildan jadal suratda rivojlanib kelmoqda. Marhamat, endi sizdan eshitaylik. Ustozlarning fikri qanday? Mana shogirdlar bergan ma'lumotlar nihoyatda odamni quvontirdi, to'g'rimi? Chunki mana shunday tarix maydonida turib o'z fikrini ega bo'lib gapirish ham bu ustozlar uchun bitta katta rag'bat va yutuq hisoblanadi. Yoki adashyapmanmi? Albatta, darhaqiqat bizni yurtimiz nihoyatda boy. Mana yosh tadqiqotchilarimiz buni turli mamlakatlarda bo'lganligini va buni o'z ko'zlari bilan ko'rganliklarini bizga tasvirlab beryaptilar. Demak, yer yuzida o'sha sivilizatsiyalar dastlabki qadamlari qo'yilgandan buyon Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston tarixini har bir davrida o'ziga yarasha asori atiqasi bor, moddiy va ma'naviy yodgorliklari bor. Albatta. Va bularda yaratilgan, har bir davrda yaratilgan mana shu noyob qo'lyozma asar bo'ladimi? Yoki aytaylikki, misol uchun qadimgi davrga oid biror bir buyum, aytaylikki
o'sha bronza davriga oid o'sha taqinchoqlar bo'ladimi? Butun o'sha yer yuzidagi o'sha qadimiyatga qiziqadigan muzeylarda yoki bo'lmasam aytaylikki o'sha Parijda Louvre'ni har bitta bo'limlari borda ularda. Qarangki, o'sha qadimgi davr, o'rta asrlar davri mana shunday qilib bo'lib qo'ygan. Ana o'sha yerlarda har bir davri bizdan topilgan yodgorliklar har bir davrda bor. Gapingizni bo'laman. Uzr, shu o'rinda bir savol paydo bo'ldida. Mana biz turli moddiy ma'naviy meroslarimizni, ilmiy asarlarimiz nomini keltiryapmiz, asor atiqalarni. Lekin biz nomini bilgan va bilmagan qanchadan qancha adabiyotlarimiz bor, to'g'rimi? Manbalarimiz bor, asor atiqalarimiz bor. Xo'sh, ularni o'sha xorijda siz hozir yuqorida aytdingiz-ku, muzeylarda albatta ularga alohida qilib qo'yilgan. Demak, reyestrlar bormi? Zo'r savol berdingiz, rahmat sizga. Ayniqsa 2017-yildan keyin O'zbekistonni xorijdagi mana shu adabiyotlari, qo'lyozmalar, madaniy boyliklarni o'rganishga juda katta e'tibor berildi. Yuqorida birinchi fikrda Yoqubjon ta'kidladi-ku, 9000 dan ortiq. Shuni to'ldirib qo'ymoqchiman. 2024-yilda xorijdagi bizni qo'lyozma asor atiqalar soni 11000 taga yetdi. Demak, o'sdi bu. Ha, o'sdi. Chunki Milliy madaniy meros agentligi tinimsiz ishlayapti va hattoki biz bilamizki, o'tgan davr mobaynida 60 tomli O'zbekiston tarix madaniyati xorij to'plamlarida degan bir turkum nashrlar amalga oshdi. Unda har bir muzey, har bir davlat tasviri keltirildi. Xulosa shundan iborat bo'ladiki, bizda reyestrlarni shakllantirishga urg'u berilyapti. Yoqubjon birinchi fikrida Amerika bo'yicha aytdi-ku, bitta reyestr shakllantirildi. Amerikada 1000 dan ortiq mavjud qo'lyozmalar o'sha 13 ta muassasa miqyosida tadqiq qilingan bo'lsa, hozir shu reyestrlarni eng kamida 4 ta yirik reyestr shakllantirdi. Reyestr nima? Reyestr bu chet mamlakatlardagi qo'lyozmalarning nomlari, saqlanish joyi, ularning davri keltirilgan o'ziga xos kitob qo'llanma. Hozir bizda shularning 4 tasi bor. 2024-yilgi ma'lumotga tayanyapmiz. Orada 1 yil muddatda o'zgarishlar bo'lgan bo'lishi mumkin. 4 ta. Ana shulardan bittasi Al-Azhar universitetidagi materiallarga tayanib tayyorlangan reyestr haqida ma'lumot bering. Mana biz Misr deganda bir ko'hna sivilizatsiya, qadimiyati bo'yicha uncha tarixi tenglasha olmaydigan va o'tmishi juda boy va o'tmishini ham yaxshi saqlagan davlat, plus bugunni ham juda qattiq saqlar ekanda. Birgina Al-Azhar universitetida shu kecha kunduzda 49361 ta qo'lyozmani o'zlarini reyestrini qilib qo'ygan ekan. Ya'ni bitta universitetda shuncha qo'lyozma bor ekan. Endi Al-Azhar universitetini yaxshi biladi tarixchilar. Bu qadimiy universitet. Albatta. 1000 yildan oshib ketdi uni faoliyatiga. O'sha madrasa faoliyati boshlaganda Al-Azhar 20 yildan kutubxona ham qurilgan ekanda, 1000 yildan. Ana shu reyestrga tayanib o'zbekistonlik olimlar Misrda bir necha yil ishlab, o'sha asarlar ichida bevosita O'zbekiston va Markaziy Osiyo tarixiga tegishlisini ajratib olishdi. Bizni reyestrni shakllantirilganda 2428 ta qo'lyozmani kiritib, alohida katalog kitob nashr qilindi 2024-yilda. Ya'ni ketma-ket chet ellardagi bizni tariximizga tegishli qo'lyozma asarlarni, demak, reyestrlari olimlarimiz tomonidan shakllantirilyapti. Chet ellarda asosan qaysi davr saqlanadi? Yoqubjon to'g'ri aytdi, hamma davrga bor, lekin mana Rashidov aytgandek, Hindistonda Dehli kutubxonasida Imom al-Buxoriyning Al-Jami as-Sahihi saqlanadi. 9-asr. Yoki Italiyada Milan muzeyida 13-asrga oid Ibn Sinoni ivrit tiliga o'girilgan asari saqlanadi. Fransiyaning milliy kutubxonasida Mirzo Ulug'bek. Ya'ni asosan o'rta asrlar tarixi meni nazarimda ko'proqdek. Nimaga bunga ishora qilyapmanki, Al-Azhardagi mana shu 2428 ta qo'lyozma nimalarligiga qarang mana. Al-Buxoriyning Al-Jami as-Sahih asarining 402 ta nusxasi. Yuqorida mana Timurbek aytdi-ku, nusxalarning ko'pligi bu asarga talabni ko'pligidan, o'sha ko'proq kopiyalarni yaratilishiga ehtiyoj sezilganidan. Demak, o'sha davrni ko'proq o'rganilayotganligidan. Xuddi o'zi 412 ta yoki Abulay Samarqandiyning 481 ta nusxasi bor ekan. Sad
Taftazani degan O'rta Osiyolik yozuvchi bor, 472 ta nusxasi. Xo'p, Abul Barokat Nasafiyni 135 nusxasi, Abu Iso Termiziyni 153 nusxasi va Beruniy, Farg'oniyning asarlari ham mana shu reyestrga kiritildi. Demak, reyestrlar ishlanyapti. Asosan o'rta asrga tegishli qo'lyozmalar nisbatan ko'proqni tashkil qilyapti. Tushunarli. Qo'shimcha fikrlar bormi? Marhamat. Ya'ni o'sha Janubiy Koreya misolida qo'shimcha qilmoqchi edim. Ya'ni biz Janubiy Koreyalik olimlar juda ham ko'plab tadqiqotlar qilishgan. Biz aynan mustaqillikka erishganimizdan keyin O'zbekiston to'g'risida, O'zbekiston tarixi to'g'risida to'plamlar bor, ustoz aytganlaridek reyestrlarga joylashtirilgan. O'zimiz ko'rganmiz, lekin endi masal tanqidiy yondashmoqchiman bunga. Ya'ni afsuski bizani o'sha olimlarimiz tomonidan to'liq hali o'rganilmayapti. Ya'ni bunda balkim o'sha koreys tilini yaxshi o'rgangan tarixchi mutaxassislar yetishmas bunga. Lekin qiziqish katta, ya'ni buni o'rganyapmiz, lekin hali o'sha qiladigan ishlarimiz nihoyatda ko'p. Nihoyatda ko'p. Bu jihatga hozir alohida yondashamiz. Marhamat, yana qo'shimcha fikrlar, chunki bunga alohida savol bor. Marhamat, Rustam. Qo'shimcha qilib aytadigan bo'lsak, mana aytib o'tishda ustozimiz Misr Arab Respublikasida, Hindiston, Pokiston, Eron hududidagi bir qancha qo'lyozmalarni aytib o'tishdi. Endi bitta jihatda e'tibordan chetda qoldirish kerak emas. Bu qo'lyozmalarning barchasi bizni Movrun-Nahr hududida yaratilgan deya olmaymiz. Chunki aytishimiz mumkin, birinchi Renessans poydi bor. Al-Aqsar universiteti o'sha hozir dastlab masjid ko'rinishida 970-yilda Misrda hukmronlik qilayotgan Fotimiy sultonlar tomonidan bunyod etildi. Ya'ni o'rta asrlarda, misol Eron hududini aytishdi, Pokiston, Hindiston hududi deyarli Somoniylar davlati davridan boshlab turib bu hududlar, ya'ni o'sha Somoniylar davlat tarkibiga kirdi va mamlakatda aytishimiz mumkin Dehlidan tortib Peshavorgacha, shu Kobuldan tortib Agradan yoki bo'lmasa Eronning bir qancha shaharlari, Isfaxon deymiz, shu Tehron deymiz, Sheroz, barcha shaharlarda, Bag'dod, Damashq shaharlarida o'sha Temuriylar davrida bu hududlar u davlat tarkibiga kirdi va bu hududlarda aynan Movrun-Nahrdan yetishib chiqqan olimlar ijod qildi. Shu Bag'dodda Arab xalifalining kutubxonasida yoki bo'lmasa boshqa hududlarda, hattoki Misrgacha borishdi. Ahmad al-Farg'oniy shu Misrga bordi, Misrda ijod qildi va bularni yozgan asarlari ko'pincha u hududlarda qoldi. Bir nusxasi qoldi va keyinchalik bu nusxalardan yana ko'proq nusxalar orilib, ayni shu hududlarda qoldi. Ya'ni qanday qilib borib qoldi degan savolga yana bir javob bo'lishi mumkin. Ya'ni o'sha biz endi g'arb davlatlar, Yevropa, Amerika davlatlaridagi endi to'g'ri dastlabki aytilgan fikrlarga to'g'ri keladi, lekin aksariyati bu yerda, ya'ni bizning allomalarimiz o'sha Nil bo'yiga borib, o'sha Dajla, Frot daryosi, Hind daryosi bo'yiga borib turib, misol uchun Abu Rayhon Beruniy Hindistonga borib turib, Hindiston asarini yozdi. Hindiston asarini. Misol u yerda Hindistondagi o'sha Abu Rayhon Beruniy Hindiston asarini juda u Hindiston tarixi bo'yicha muhim qo'llanma hisoblanishadi. Ya'ni qisqa qilib aytib o'tmoqchimanki, bu asarlarni aksariyati ana shu hududlarda, mintaqalarda yozilgan, aynan shu hududlarda o'rganildi va keyinchalik ularni ma'lum bir qismi u hududdagi mavjud kutubxonalarda qoldi va ulardan nusxalar olinib, keyinchalik ko'paytirildi. Va shu tariqa ana ularda bu asarlarni saqlanib qolishini ko'rishimiz ham mumkin. Juda o'rinli va kreativ fikr aytdingiz. Asrlar ko'proq Farhodjon, chunki o'rta asrlarga oid u yaqinroqda, hozirgi zamonamizga yaqinroq va yaqinroq bo'lganligi uchun manbalar ko'proq saqlanib qolgan. Yaqinroq bo'lganligi sababli, chunki bu asarlarni saqlashni o'zi juda katta mahorat talab qiladi. Bunday avvalo o'sha davrda nuqtai nazardan qarasak qog'oz masalan muammo. Qolaversa ularda o'sha yozish uchun mo'ljallangan, hozir oddiy qarashimiz mumkin, lekin u davrda shu ruchka bilan bayon etib nusxa ko'chirishni o'zi katta bir juda katta. Shuning uchun ham o'rta asrlarda ko'p ma'lumotlar bu yerlarda saqlanib qoldi va yana bitta narsaga urg'u berish kerakki, bu yerda yaratilayotgan asarlar nafaqat mintaqa tarixiga, butun bashariyat tarixiga va xalqlarni hayotiga bag'ishlanganligi uchun ham butun dunyodagi o'sha xorijiy olimlarning e'tiborini tortayotgan bo'lsa ajab emas. O'rta asrlar nima uchun ko'proq deyamiz? Biz ko'ramiz, Temuriylardan so'ng O'rta Osiyoda xonliklar davrida bir qancha tushkunlik davri, ya'ni bizning o'sha qorong'ulik davrlarimiz yuz berdi va aynan bu davrda
ijod bo'ldi. Lekin oldingi davrga nisbatan juda ko'p ijod bo'lmadi. Birinchidan bu jarayon, ya'ni aytishimiz mumkinki, bu davrda o'sha bir qancha asarlarni olib chiqib ketishga yoki bo'lmasa boshqa hududga tarqalishga uncha katta imkoniyat bo'ladi. Ma'lum bir ma'noda o'sha tarix sohasida, matematika sohasida yoki bo'lmasa boshqa diniy ilmlar bo'yicha asarlar yaratildi va bu asarlar shu o'z hududimizda saqlanib qoldi. Va aynan bu davrda, ya'ni o'rta asrlardan keyingi davrlarga oid bo'lgan, asosan shu bizni yurtimizga oid bo'lgan manbalar ko'proq buyumlarda, ya'ni o'sha predmetlarda saqlanib qoldi va yana bitta narsani aytib o'tishimiz mumkinki, o'sha xonliklar davriga oid bo'lgan bizni barcha manbalarimiz bu Rossiyada saqlanadi. Hattoki bizning ustozlarimiz o'sha hayrat bilan ko'zlariga yosh olib shuni ta'kidlashgan ediki, Sankt-Peterburgda, Moskvada saqlanayotgan, ya'ni o'sha bo'limlarga tushganimizda butun boshli bir arxivlar, butun boshli kutubxonalar, ya'ni O'rta Osiyo ko'rib o'sha yerda yig'laging keladi. Ya'ni o'z yurtingni tarixini o'rganish uchun o'zga yurtga borib va undan juda ko'pi aytishimiz mumkin u yerda taqiqlangan, ya'ni kirish ruxsat etilmagan va unga alohida ruxsatlar olish kerak va bu ruxsatlardan olish uchun inson bir necha yil mobaynida navbatda turish kerak va u yerda aytishadi hech narsa berish, faqat o'qib olishingiz mumkin va o'qigan fikrlaringizni ham hech qayerda bayon qila olmasligingiz mumkin. Mana shu darajada aytishimiz mumkinki, O'rta Osiyo, ya'ni bizni tariximizni olib chiqib ketib, o'zlarida bu yerda saqlab, hech kimga oshkor qilishmayapti. Shuning uchun ham so'nggi yillarda davlatimiz rahbari tashabbusi bilan hatto bu borada keng ko'lamli ishlar olib borilyapti. Mana yuqorida Islom sivilizatsiya markazini eslab o'tdilar. Mana shu markazni ochilishi tashkiliy ishida ham juda katta ko'p moddiy, bizni ma'naviy o'sha qo'lyozmalarimizni, ilmiy meroslarimizni olib kelish ishlari amalga oshirildi-da. Keling endi yana masalani bir boshqa rakursdan qarasakda, biz yuqorida aytyapmiz, xorijlik olimlar bizni tarixni juda kuchli o'rganyapti, har davrni. Lekin e'tibor qaraydigan bo'lsak, Amir Temur davrini, ya'ni 2-Renessans davrini o'rganish nihoyatda katta qiziqish bilan va o'rganilish darajasi ham mana shu davrniki yuqori turadi-da. Mana shu nuqtai nazardan yondoshadigan bo'lsak, bir yoqlama xorijlik olimlar tomonidan yozilayotgan asarlar ko'paymayaptimi bu davrga nisbatan degan savol tug'iladi. Yoki men adashyapmanmi? Farhod aka? Albatta fikringizda jon bor. Amir Temurdan boshlaylik. Eng mashhur sarkarda O'zbekiston tarixi, jahon tarixida juda katta bir nufuzga ega buyuk shaxs Temur tarixi 27 davlatni birlashtirgan, katta imperiya tuzgan buyuk shaxs. Amir Temur shaxsiga oid har yili asar yoziladi. Har yili bor. Ozarbayjonda mana Yunus O'g'iz yaqinda yozdi, o'zimizda Muhammad Ali ketma-ket yozyaptilar va yaqinda xabarimiz bor, Angliyada ham bir asarlar chop etildi. Lekin ming afsuski, ayniqsa Yevropa doira nuqtai nazaridan qarayman, bular Osiyodan qarab gapirishsin. Yevropada biroz Amir Temur shaxsiga obyektiv baholar boshlangan. 2001-yilgacha ular salgina subyektiv qarashlar ko'p uchrar edi. Undan keyin turli o'sha targ'ibot, tashviqotlar, manbalarni aslini ko'rsatishlar, o'rgatishlar va ularni tahlillarini ortib borishi natijasida obyektiv qarashlar boshlandi-ku, ammo so'nggi paytlarda yana ayrim o'sha yevropalik yozuvchilarda subyektivroq ma'lumotlar berish Temur haqida ko'paygandek. Chunki bu bo'lishi mumkin bo'lgan tabiiy hol deb qarashimiz kerak. Munozaralar davom etadi, chunki Amir Temur murakkab shaxs. Agar u shunaqa buyuk bo'lib, shunaqa istilolar qilmaganda, u bu darajada katta imperiya tuzmas edi. Hozirgi ayrim tarixchilar yoki o'sha adabiyotda uni nomini zikr qilayotgan yevropaliklar bir tomonlama qarab qo'yishyapti-da, uni harbiy istilolarga urg'u kuchayib, uni bunyodkorligi, uni tuzuklari, uni qonunchilik borasidagi o'ziga xos yangiliklariga e'tibor ikkinchi planga tushib qolayotgandek bo'ladi ba'zan. Lekin bu juda sanoqli o'rinlarda. Aksariyat Yevropada hozir Amir Temur shaxsini obyektiv o'rganish boshlangan. Hattoki Yevropani yirik madaniy markazi Fransiya markazida Temuriylar davrini o'rganish alohida ilmiy tadqiqot instituti bor, uni assotsiatsiya deb atashadi. Uni dastlab Lucien Karen tashkil qilgan edi, boshqaradi. Hozir Federike Buperti xonim boshqaryapti, fransuz, lekin o'zini Samarqand qiziman deb ataydi. Har yili Samarqandga keladi u ayol. Qarang qanday e'tirof, Samarqand qiziman deb ataydi. Yaxshi ko'radi Samarqandni. Butun hayotini Temur tarixini o'rganishga bag'ishladi va u Yevropadagi bizni turistik elchimiz ham hisoblanadi-da. Ya'ni mana shunaqa alohida ilmiy tadqiqot institutlari
davlatlari Amur Temur va Timurlar davrini to'g'ri va aniq o'rganish va targ'ib qilish bo'yicha ancha ishlarni qilyapti. Boyagi fikrlarga qo'shimcham shundan iboratki, nima uchun Yevropada ko'p deganiga ozgina javob yana bitta keldiki, Yevropada Yoqubjon boya aytdi, Yevropa bizdan oldin birlashdi, markazlashdi. Kuchaygandan keyin ilmiy tadqiqot institutlarini tuzishga ham e'tiborni kuchaytirib yubordi-da ular. Masalan, 16-asrda o'sha Italiyada sharqni o'rganish institutlari bor edi. 17-asrda Fransiyada sharqni tadqiq qilish institutlari bor edi. Ya'ni nazar sharqqa qaratildi. Davlatlar haligi siyosatni joyiga qo'ygandan keyin, iqtisodni joyiga qo'ygandan keyin e'tiborni ilmga, tadqiqotga istiqboldagi balki hali yashirin maqsadlarni amalga oshirish uchun elchilarni jo'natib, adabiyotlarni talqinidan boshladi-da. Shu, demak, ilmiy tadqiqot institutlarining borligi va ularning faoliyati ham sharqni ularga yaqinlashtirgan bo'lishi ehtimoli bor. Chunki sharqqa nima uchun? Chunki g'arbda hech narsa yo'q. G'arbda hech narsa yo'q. Chunki u yerda yashagan xalqlarda biz bilamizki, unaqangi o'rta asrlarda buyuk bunaqangi davlat tuza olmadilar va qolaversa shuni ta'kidlash kerakki, bu davrda o'sha Temurda davlatidan kuchli davlat biror yer yuzida bormidi? Yo'q. Biror yerda va dunyoning markazi va sivilizatsiyasi shu yerda bo'lganligi sababli ko'proq urg'uni mana shu mamlakatda qanday taraqqiy etdi bu? Bunchalik buyuklikka yoki bo'lmasa aytaylikki, bu davlat uzoq shunchalik yashashiga asl sabablari nimada edi degan o'zlariga savollarni qo'yib, butun e'tiborini shuning uchun bu tomonga, ya'niki buni sabablarini izlashga harakat qildilar. To'g'ri aytingiz, xalqlar deganda biz shunday xalqmizki, to'g'ri tarixda bosqinchilikni yoki bizni hududlarga kirib kelgan o'sha davr voqeliklarni biz ijobiy baholamaymiz, lekin ana shundan ham bosqinlardan ham o'ziga bir ibrat olib, qandaydir bir o'zi uchun xulosa chiqarib rivojlanishiga, ya'ni mana misol uchun aytmoqchimanki, Iskandar Makedonskiy keldi, to'g'rimi? Agar shu davrga e'tibor qaratadigan bo'lsak, har bizni hududni bosib olsa ham, lekin bizni xalq ilm madaniyatini saqladi, qabul qildi. Ana undan keyingi, misol uchun birinchi instansiyasiga qaraydigan bo'lsak, bizni Ibn Sino yaratgan tib qonunlari, umuman tibbiyotda qilingan kashfiyotlar bugun dunyo tamaddudida o'zini hissasini qo'shganini xalqaro olimlar e'tirof etayotganligi, Al-Xorazmiyni qoldirib ketgan ilmiy merosi bugun internet tarmoqlariga yoki mana hammangizning oldingizda turibdi, mobil qurilmalarga bir zamin bo'lganligini bugun dunyo olimlari e'tirof etyapti. Furqatjonni hali gapini bo'ldim. Biz bu mavzuga alohida qaytamiz deb. Keling endi biz tangani ikkinchi tomonini qaraylik. Mana biz salkam 1 soat davomida bizni O'zbekiston tarixini xorijda o'rganilishi, Hindistonda, Pokistonda, Eronda, Koreyada o'rganilishini, shu jumladan arab mamlakatlarida ham o'rganilish haqida ma'lumot beryapmiz tomoshabinga. Lekin bizda o'zimizni tariximizni o'rganish mana shunday ko'ngildagidek bo'lyapti deb ayta olamizmi? To'g'ri, tangani ikkinchi tomoni bor. Bu borada ilmiy ishlar, tadqiqotlar, mana yuqorida siz aytdingiz, tadqiqot markazlari, ilmiy tadqiqot markazlari so'nggi 8-10 yilda nihoyatda ko'paydi. Buni e'tirof etishimiz kerak. Xo'sh, mana shular qanday natija beryapti? Biz tariximizni qaysi davrlarni nazardan chetda qoldiryapmiz? Yuqorida bular aytganidek kadrlar masalasimi yoki arab, fors, manbalarni, qo'lyozmalarni o'qiydigan sohani mutaxassislarini biz yetishtira olmayapmizmi? Biz bugun to'liq o'zimizning tariximizni to'liq o'rganib, uni jahonga, dunyo maydoniga ko'rsatib bera olyapmizmi degan savol tug'iladi. Marhamat, Furqatjon. Ya'ni o'sha boya aytganimizdek, asosan e'tibor mustaqillikdan keyingi aloqalar tarixiga ko'proq e'tibor qaratilyapti deb o'ylayman. Kamchilik shunda bo'lyapti. Lekin bizda o'sha islomgacha bo'lgan davrda ham yuksak tariximiz bor. O'sha minglab, mana bu yerda o'sha olganman, ko'rdim. Ya'ni Seul muzeyida, Seul milliy muzeyida o'sha minglab eksponatlar bor, buddaviylikka tegishli. Undan tashqari koreyalik olimlar, ya'ni O'rta Osiyoni, ular endi ko'proq bitta kontekstda qaraydi. O'rta Osiyoni o'rganish institutlari bor va O'rta Osiyoni tadqiq qilish bo'yicha o'sha xalqaro jurnal ham chop qilishadi. O'shalarda juda ko'plab ilmiy ishlar chiqarilgan, chop qilingan va boya aytganimizdek to'plam holatga keltirilgan. Va lekin o'sha ulardan chop qilgan asarlari asosan koreys tilida. Ya'ni ingliz tilida yoki boshqa tillarda topolmaymiz va o'sha muzeylar fondida turibdi. Va ularni biz o'sha o'rganishimiz kerak deb o'ylayman. Endi boya aytgandim, bunga nima sabab bor? Endi bunda meni fikrim, shaxsiy fikrim, menimcha shu koreys tilini yaxshi biladigan va tarixni ham yaxshi biladigan mutaxassislar yetishmasa kerak. Mutaxassislarga bog'liq. Marhamat.
Endi bunday savol yaqinda bir biz o'zbekistonlik Turkiyada faoliyat olib boruvchi, Turkiyaning Koni universiteti faoliyat olib boruvchi o'zbek tarixchisi, ya'ni Iqboljon Usmon domla bilan suhbatlashganimizda shunday bir fikr berdilarki, Turkiyada juda tarixni, nafaqat tarixni, barcha sohalarni juda yaxshi o'rganishadi. Deyarli ular o'rta asrlarga va barcha davrlarga oid manbalar turk tiliga tarjima qilib bo'lindi deyiladi. Ya'ni biz aytmoqchi bo'lganim o'sha tarixni o'rganishdagi bizdagi ba'zi bir sustkashliklar, ya'ni bizdagi yuqorida aytib o'tganimizdek til bilmasligimiz, ya'ni o'sha arabiy va forsiy tillarni bilmasligimiz uchun ham biz O'rta Osiyo tarixini, shu o'rta asrlar davri tarixini o'rganishda, ya'ni chuqurroq o'rganishda mana ustozlarimiz aytib o'tdilar, dunyoni juda ko'p, ya'ni bu nima desa bo'ladi, ko'proq Yevropa davlatlarida emas, endi Osiyo, Arab, ya'ni Hind, Pokiston hududlarida O'rta Osiyoni aynan o'rta asrlariga oid bo'lgan manbalari juda ko'p va buni o'qish uchun, ularni tarjima qilib o'rganish uchun birinchi navbatda arab va fors tilini juda mukammal bilish kerak va aynan keyinchalik bularni o'sha o'zbek tiliga tarjima qilib, ularni o'sha ommaga, kitobxonlar ommasiga yo'naltirish uchun aytishimiz mumkin juda katta bir vaqt va mablag' sarf bo'lishida nazarga tutgan holatda aynan shu bir muammolar turibdi oldimizda va aytishimiz mumkinki, hozirgi kunda yurtimizda olib borilayotgan, ya'ni islohotlar natijasida mana o'sha Sharqshunoslik universiteti, qo'lyozmalar instituti tomonidan yoki bo'lmasa mana o'sha Fanlar akademiyasi tarix instituti tomonidan bir qancha qo'lyozma manbalari ustida, ya'ni ularni tarjimalari ustida, ularni mukammal bir tarjima qilish ustida ish olib borilyapti va buni natijasida aytishimiz mumkinki, o'z tariximizni, ya'ni o'zimiz ko'ra olishimiz mumkin. Misol mana Hindiston yoki bo'lmasa Xitoy davlatlari, Yevropani ba'zi bir davlatlar o'z tarixini nima uchun chuqur mukammal biladi? Chunki ularda mana yozuv o'zgarmagan. Xitoy yozuvi qadimda o'sha paydo bo'lgan yozuv, haligacha u yozuvdan foydalanib kelishyapti. Hindistonliklar sanskrit yozuvidan foydalanib kelishyapti. Ya'ni bizni tariximizdagi eng asosiy muammolarimiz bizda juda ko'p marotaba yozuv o'zgarganligi va bu yozuvga biz, ya'ni aytishimiz mumkinki, o'rganib, ko'nikib ketishimizga bir qancha vaqt kerak bo'lganligi uchun biz tariximizni chuqur o'rganishda aytishimiz mumkin bir qancha muammolar duch kelamiz, ya'ni birinchi navbatda til o'rganamiz va shu orqali biz tarixni o'rganishimiz mumkin. Va shunday davrlar bo'ldiki, aynan mana shu o'rta asrlarga oid manbalarni yo'qotildi ham. To'g'rimi? Majburiy yo'qotilganligi ham bu isbot talab qilmas haqiqat. Buni tarix sahifalari isbotlaydi, to'g'rimi? Albatta, alohida ta'kidlab o'tadigan nimamiz, bizning kamchiliklarimizdan biri kamchilik bo'lib qoldi. Sababi Sovet davrida juda ham ko'plab tilni bir necha bor o'zgartirilishi, albatta ko'rishimiz mumkinki, kadrlarda yetishib chiqishda juda ham katta kamchiliklar yuzaga kelishiga sababchi bo'ldi. Aynan mana shu uzilib qoldi, to'g'rimi? Doimiy ravishda bizda asar yozish, tarixiy manbalar, umuman hukmdorlar tarixiga oid bo'lgan asarlar yozish an'anasi bor. Aynan mana shu narsani uzilib qolishiga sababchi bo'lgan holat, albatta ko'rishimiz mumkinki, bizda Sovet davri, o'sha rus bosqini davri ta'siri ostida desak mubolag'a bo'lmaydi. Albatta mana shu davr bizga kuchli ta'sir qildi va bugungi kunda ko'rishimiz mumkinki, endi mana yangi bir davrda yangitdan o'rganish boshlandi. Men birgina shu do'stlarimiz, juda ham ko'pchilik do'stlarimiz tarix institutida ishlaydi. Ular bilan suhbatlashganimizda o'rta asrlar davrigacha bo'lganini hali tugatganimiz yo'q deydi. Kataloklarini qilish, qaysi davlatda qancha, nechtadan manbaning nusxasi bor degan masalada ro'yxat qilinyapti. Albatta mana shu ro'yxatlar bitsa, O'zbekiston xalqi uchun mana qayerda bor ekanligini biz yana ham kengroq ma'lumotga ega bo'lamiz va biz tadqiqot olib borayotgan mavzuni kengroq o'rganish uchun biz to'g'ridan to'g'ri qayerga borishimiz kerakligini bilamiz. Albatta mana shu nuqtai nazardan endi o'rganish jarayoni jadallashib boryapti. Bu albatta til masalasidagi muammo bugungi kundagi yangi O'zbekistonda albatta ko'rishimiz mumkinki, universitetlarga berilayotgan imkoniyatlar, albatta til o'qitish masalasi juda ham yuqori o'ringa qo'yilayotganligi sababli bugundan yangicha bir ma'lumotlarni olish nimasi bugundan buyog'iga yanada kuchliroq bo'ladi deb o'ylayman.
Bu yerda yana bir muhim fikr borki, chet elliklar nafaqat bizni xorijdagi saqlanayotgan qo'lyozmalarni, asarlarni o'rganyapti. Ular bugun ham bizni yurtga katta qiziqyapti. Biz mana muammolarni oldiga qo'yapmiz va biz o'rganmayapmiz. Harakat qilyapmiz, o'rganyapmiz. Chet el ham bizni tadqiq qilishda harakatlari bor. Ayniqsa men Yevropani e'tiborga olyapman. 2017-yilda O'zbekistonga Oxford tadqiqotlari instituti direktori keldi, Farxon Nizomiy degani tashrif buyurib, bizni o'sha butun ilmiy tadqiqot institutlarimizda bo'ldi. Vaziyat bilan tanishdi, ayrim narsaga havas qildi, mutaxassislar yolladi. Ya'ni Yevropa yana tadqiq qilishga harakatda. Ikkinchidan, yuqorida tilga oldik, bizni chet mamlakatlardagi moddiy ma'naviy yodgorliklarimizni yig'ib to'plam qilindi, turkum 60 tomli. Ana shu to'plamlarga kiritilyapti va mana shu to'plamlarni shakllantirishda xorijlik olimlardan yordam olinyapti. Xususan Fransis Richer degan fransuz olimi bevosita Fransiya muzeylaridagi, kutubxonalardagi asarlarni yig'ishda masalan bizga yordam bergan, o'zbek olimlarining yonida turgan mutaxassis hisoblanadi. Uchinchidan, bizni nafaqat Yevropa o'rganyapti, bunga Rustamboyev qo'shimcha qiladi. Bizni arab dunyosi ham o'rganyapti. Men bir misol keltiraman. Quvayt degan bir mitti davlat bor, kichkinagina, lekin nefti hisobiga juda boyib ketgan mamlakat. Ana shu quvaytlik bir tarixchi Nodir Al-Vasr ismli shaxs bizni haqimizda tarixiy asarlar yozyapti. Yurtimizga tashrif buyuryapti. Uni Morovnahr shaharlari degan bir asari juda mashhur bo'lib ketdi. Arab tilida bizni Markaziy Osiyo tarixiy asarlarining turkum nashr qilinishi foydali, chunki arab tilida gapiradigan davlatlar bitta Quvayt emas, 20 dan ortiq arabiy mamlakatlar bor. U yurtlarda bizni mamlakatlar haqida bilish imkoniyati bo'ladi. Mana shu janob Nodir Al-Vasr O'zbekistonga bir necha marta tashrif buyurdi. Qo'lyozmalarimizda bo'ldi, shaharlarda bo'ldi. Ya'ni dunyo bizni o'rganishda, kashf etishda davom etyapti. Ular hamon qiziqyapti va qaysidir ma'noda ular bizni chet mamlakatlarda targ'ib qilish funksiyasini ham bajaryapti. Ular havas nuqtai nazardan o'rganyapti. Chunki dunyoni kashf etgan bu mintaqa yana ham ular o'z ko'zlari bilan ko'rgisi kelyapti-da va turkum asarlar yaratilyapti. Arab mamlakatlari tarixchi olimlarining shunday bir e'tirofini eshitganimda juda xursand bo'lgan edim. Ommaviy axborot vositalarida bergan intervyusida Rustamboyev sizga yuzlanaman. Ular aytgan ediki, islom dinini rivojlanishida va uni asl mohiyatini xalqqa singdirishda aynan bizni olimlarimizni olib borgan ilmiy tadqiqotlar, yozib ketgan manbalari dasturi amal bo'lib xizmat qilgan, dunyoga yoyilishida va mana shunday rivojlanishiga degan bir munosabatlar bildirilyapti-da. Bu insonni quvontiradi bir fuqaro o'laroq. Xo'sh, arab mamlakatlari tarixchi olimlarining tadqiqotlari bilan siz juda yaxshi ilmiy izlanishlar olib borgansiz. Ularning munosabati qanday bugun O'rta Osiyo, ya'ni jumladan bizni O'zbekiston tarixini o'rganishda? Darhaqiqat, umuman arab dunyosida ustozimiz aytib o'tdilar, bugungi kunda o'sha 22 ta rasman arab tilida so'zlashuvchi davlatlar mavjud. Bu bir qismi o'sha G'arbiy Osiyoda, bir qismi Shimoliy Afrika hududlarida joylashgan va aynan bu mintaqalar qadimdan aytishimiz mumkin o'sha birinchi Renessans, ikkinchi Renessans davrida ham aynan bu mintaqalarda ilm-fan qaynadi, rivojlandi. Va aynan bizni o'sha birinchi Renessansda nomlari mashhur bo'lgan ota-bobolarimiz shu Bag'dodda, Damashqda, Halabda, Mosulda, Kufa shaharlarida yoki bo'lmasa mana Afrikaning bir qancha shaharlarida, Qohirada ilm-fanni rivojlanishiga hissa qo'shdi. Bularda bir qancha ishlarni amalga oshirishdi. Va zamonaviy arab davlatlarida, ya'ni arab dunyosida ham, ya'ni Movrun Nahr hududi aytishimiz mumkinki, islom dinini dunyoga tarqalishda yanada o'zini hissa qo'shganligi uchun o'sha Imom Buxoriy, nafaqat Imom Buxoriy, bizda o'sha 6 ta muhaddis deymiz, hadisshunos deymiz, eng o'sha hadis ilmini eng yutuq olimlarning barchasi Movrun Nahr hududidan yetishib chiqqanini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari o'sha hadis ilmida, fiqh ilmida, o'sha aqida ilmida nomlari mashhur bo'lgan Marg'iloniy, Motrudiy, Zamaxshariy kabi olimlarni aynan bu hududlardan yetishib chiqishini ko'rishimiz mumkin. Hattoki biz aytishimiz mumkinki, mana Ibn Sinoni biz tibbiyot sohasida shug'ullangan deymiz. Ibn Sinon 450 dan ortiq asari bo'lsa, atiga ularning 50 ga yaqin tibbiyotga oid.
qolgan barchasi aytishimiz mumkin falsafiy asarlardan iborat va aynan arab dunyosida hozirgi kunda misol mana Misrda yuqorida aytib o'tdik, Al-Ahsar universitetida shu Ibn Sinoni falsafasidan dars beriladi, o'rgatiladi va arab olamida zamonaviy, ya'ni aytishimiz mumkinki Movrun Nahrda, ya'ni hozirgi Markaziy Osiyoda joylashgan O'zbekistonga tarixga qiziqish juda ham boy. Hattoki bizda Oriental universitetida bir qancha arab davlatlari bilan hamkorlik bor. Mana o'sha Ummon davlati bilan hamkorlik, mana o'sha Qatar, Quvayt deymiz yoki bo'lmasa Saudiya Arabiston bilan nafaqat davlatlar o'rtasida, balki mana O'zbekistonni ichida joylashgan kichik tashkilotlarda ham ular bilan aloqalar olib borib, ya'ni aytishimiz mumkinki o'sha Saudiya Arabistonida O'zbekiston tarixini qanday o'rgatilyapti. Hattoki mana ustoz aytib o'tdilar, o'sha Nodir Al-Bashiri bu quvvatli tarixchi va bundan tashqari mana yaqinda o'sha Saudiya Arabistoni universitetlaridan birida aynan O'rta Osiyodagi jadidchi olim Nazir To'raqulov haqida yana 2 tomli asar yozildi. Biz bilamizki, Nazir To'raqulov bu Sovet ittifoqini Saudiya Arabistonidagi birinchi elchisi va birinchi elchi bo'lganda ham o'zbek jazidchi elchisi bo'lgan. Va keyinchalik aynan Saudiya Arabistoni bilan Sovet ittifoqining o'rtasidagi diplomatik munosabatlarning buzilishiga ham bu inson sababchi bo'lgan, chunki bu inson o'sha 30-yillarda xuddi bizning jadidlarimiz singari qatag'on qurboni bo'ladi va buni natijasida shu Saudlar oilasi aynan bu bir elchiga nisbatan emas, bu elchi aynan o'sha o'zbek bo'lganligi va islom dini vakili bo'lganligi sababli aynan butun bir katta bir Sovet ittifoqidagi davlat bilan diplomatik munosabatlarni uzishini ko'rishimiz mumkin. Mana shu aytishimiz mumkin. Nafaqat zamonaviy davr, balki aytishimiz mumkin mana shu o'tgan asr, 20-asr va undan oldingi asrlar tarixini o'rganish ham kuchaydi. Yana bitta narsani aytib o'tishimiz mumkinki, Temur tuzuklarini birinchi nusxasi biz arab davlatlarini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni hozirgi Arabiston yarim orolini janubida joylashgan hudud, ya'ni Yaman hududi 17-asrda Amir Temurni o'sha Temur tuzuklari asarini qo'lyozmasi, ya'ni Yaman shohini dastlab ana shu hududda topilgan deb aytiladi. Ba'zi bir olimlar aytiladiki, o'sha aynan Yaman hududida topilib, keyinchalik Boburiylar saroyiga borib, aynan Amir Temurning Temur tuzuklari ilmiy muomalaga aynan shu hududlar orqali kiritilganligi aytib o'tiladi. Va aynan bugungi kunda shu davlatlarda, ya'ni o'sha Yamanda, Ummonda, Saudiya Arabiston hududlari Arabistonida va Misr Arab Respublikasida bir qancha aytishimiz mumkinki, bizni tariximizga oid bo'lgan qo'lyozma asarlari, yuqoridagi o'sha Imom Buxoriy, Zamaxshariy, Termiziyni yoki bo'lmasa boshqa buyuk olimlarimiz qo'lyozmalar saqlanyapti va ular nafaqat saqlashadi, balki o'sha darslarda, ta'lim jarayonida undan foydalanib kelishadi. Mana shu haqda so'ramoqchi edim. Bu endi aytganimizda darslarda qo'llanma sifatdan foydalanyapti va bu qo'llanma o'sha Movrun Nahrda yashagan aytishimiz mumkin olimga tegishli deganda ular o'z vaqtida savol berishadi. Hozirgi kunda Movrun Nahr qaysi hududga to'g'ri keladi? Mana shu davlatlar hududiga to'g'ri keladi deganda ular o'ylashadi, demak O'zbekiston. Ular ana shu davrda buyuk bir mutafakkirlarni yetishtirib chiqargan va bugungi kunda ham ular aytishimiz mumkin bizga foyda keltiryapti deb ko'rsatishimiz mumkin. Marhamat. Bugungi kunda Pokiston Islom Respublikasida ham O'zbekiston tarixini o'rganishga juda katta qiziqishlar bildirilmoqda. Xususan Panjob universitetida Lahor shahrida joylashgan 24 mingdan ortiq qo'lyozmasi bor bu universitetni. Mana shu universitetda Shohnoma-i Firdavsiy asari bugungi kunda o'rganilmoqda katta qiziqish bilan va yana shuni aytish mumkinki, hadis ilmi sultonlarini asarlari, Amir Temur davri asarlari va yana aytish kerakki, Boburiylar va Boburiy shahzodalar asarlari keng miqyosda o'rganilmoqda. 2022-yilda 3-mart kuni O'zbekiston Respublikasi prezidentining rasmiy tashrifi oldidan Pokiston Islom Respublikasida Lokvirsa muzeyida O'zbekiston burchagi ochildi. Va mana shu O'zbekiston burchagida 1000 dan ortiq eksponatlar mavjud va mana shundan ko'rish mumkinki, O'zbekiston tarixini o'rganish, asar atiqalari mavjud ekanligi bizni tariximizga juda katta qiziqish bildirilayotganligidan dalolat beradi. Shu bilan birga O'zbekistonda ham Pokiston tarixi, madaniyatini o'rganishga katta qiziqishlar va imkoniyatlar ochilgan. Bunga misol aytishimiz mumkinki, Sharqshunoslik universitetimizda urdu tillari alohida o'rgatiladi va bugungi kunda O'zbekiston va Pokiston munosabatlari, tarixiy birlikni o'rganishga katta
katta qiziqish bo'layotganligini yana bir misol sifatida yaqindagina 2025-yil 22 sentyabr kuni O'zbekiston Fanlar akademiyasi va Pokistonning Muslim tadqiqot universiteti bilan hamkorlikda O'zbekiston Pokiston tarixini o'rganishga bo'lgan harakatlar va qiziqishlar yosh o'zbek olimlari va yosh pokistonlik olimlarni hamkorlikda ishlash bo'yicha yangi dastur va kelishuvlarga erishildi. Bu ikki xalq, ikki millatni yanada tarixini o'rganishga yordam beradi, yoritishga. Bir paytlar o'zbek xalqi kim ekanligini bilmagan davlatlar bugun o'zbek xalqini tarixi bilan, ya'ni ular qanday qilib bu darajagacha yuksaldi degan bir qiziqish bilan bugun bizga boqyapti-da. Bu albatta olib borilayotgan davlatimiz rahbarining bir oqilona siyosati, islohotlari natijasida amalga oshmoqda-da. Nazarimda qandaydir bir qo'shimcha ma'lumotlaringiz bor. Boyadan beri yoshlarning fikrini ikki ustoz olim yozib qandaydir ma'lumotlarni qayd etyapsiz. Marhamat, bu bilan bizni haqiqat bugungi kunda shu tariximizni qaysi o'rganilmayotgan jihatlari e'tiborga chetda qolmoqda degan savol berdingiz. Muammo nimada? Tildami yoki yetakchi mutaxassisdami? Albatta tilda. Eng katta muammolarimizdan bittasi tilda. Bugungi kunda yirik olimlarimiz, ustozlarimiz bor. Sharqshunos olimlar, arab shunos olimlarimiz, forsshunos olimlarimiz yetarlichami? Tarixchi bo'lish oson, lekin manbashunos bo'lish juda murakkabda. to'ppa-to'g'ri. Qo'lyozmalarni o'qish nihoyatda murakkab. Qo'lyozmalarni tadqiq qilish. Misol uchun aytaylikki, Sharqshunoslik institutida, Beruniy nomidagi albatta Fanlar akademiyasida yaxshigina maktab shakllangan. O'sha Ubaydulla Karimov ustozning maktabi bor. Ularni yetishtirayotgan va ular asos solgan Sharqshunos maktabi, Sharqshunoslar maktabi bugungi kunda faoliyat olib boryapti, lekin yetarlicha emas deb o'ylaymiz. Ustozlarimiz misol uchun juda ko'plab, masalan, Islandiyadagi borib qolgan asarlarimizni o'qiyotibdi hozirgi kunda va bilasizmi, jamiyatimizni taraqqiy etib borgan sari o'sha yoshlar orasida mana o'sha manbalarni o'qib, ularni tahlil qilish murakkablashib borayotgandek tuyuladi. Nima xalaqit beryapti? Yoqubjon aka, bugun barcha sharoit yaratilgan deb aytyapmiz. Sharoit yaratib berilgan. Bularda misol uchun aytaylikki, juda kam, masalan, sharqshunos yoki bo'lmasa aytaylikki, juda ko'p misol uchun tadqiqotlar olib borilyapti. Respublikamizda misol uchun aytaylikki, tarix sohasida o'sha PhD dissertatsiyasini himoya qilayotganlarni ko'rsangiz havas qilarli darajada. Lekin tariximizda o'sha manbaviy qismiga kelganda, arab yoki fors tili o'rta asrlarda manbalari kelganda, yoshlarimiz oqsab qolyapti. Ular ko'proq o'zlariga qulayroq yo'lda ertaroq shu dissertatsiyani yoqlasa-da, shu ustozlar necha yillarda erishgan natijaga bular qisqa muddatda erishsa, juda ham mavjud yoshlar bo'lgan ilmiy orasida asarlarni tez-tez o'zlashtirib himoya qilsa, qo'lyozmalardan kamroq foydalansa ana demoqchimisiz? shunaqa bo'lib qolyapti-da. Hozirgi kunda yoshlarimizni balki qiziqayotganlari bor, juda kam. Tushunyapsizmi? Misol uchun aytaylikki, mana Sovet davri, mustaqillik davri bilan 10 ta masalan yosh tadqiqotchimiz bo'lsa, o'shalarda 8 tasi albatta mana shu qulay davrlarda tanlaydida, ikkitasi yoki bittasi o'sha qo'lyozmalarda yoki bo'lsam murakkab yo'ldan boradi. To'g'ri, u misol uchun aytaylikki 1 yil, 2-3 yil, 3 yil darajasida chiqmas, lekin o'sha xalqimizga va ilm fanga juda katta xizmat qilgan bo'ladi-da, agar shu biron bir qo'lyozma asarda yurtimiz tarixiga oid bo'lgan biron bir manbani ochib bersa, chunki bu tarixchilarimizga ham qiziq. Albatta. Va har bir maqsad ham o'zi asli shu. Vatan tarixiga jonini kuydiradigan har bir shaxsga bu juda ham katta iftixor bag'ishlaydi-da. Nimaga desangiz, o'sha tarixda ochilmagan manbada tariximizni yangi biron bir narsasi bordir balki u yerda. Yangilik qilish o'zi ilmiy tadqiqot degani bu yangilik qilish. Albatta, o'shaning uchun ham tadqiqotlarimizda oliygohlarda misol uchun aytaylikki, shu fanlarga bo'lgan urg'u juda kamayib ketgan. Tarix misol uchun aytaylikki, sohalarda bu manbani o'rganishga urg'uni kuchaytirish kerak yana ham. Chunki tarixchimi? Albatta bu tarixchi bo'lib yetishish uchun u manbalarsiz o'rta asrlarda asl qiyofasini ochib berish
bizga juda zarur deb o'ylaymiz. Mana hozir biz O'zbekiston tarixini xorijlik olimlar naqadar bir katta qiziqish bilan o'rganayotganini tahlil qilyapmiz, lekin bizni olimlar xorij tarixini qanchalik o'rganyapti degan savolga ham bir oydinlik kiritib ketaylik. Ya'ni ularni tarixini o'rganish bizga nima beradi? Biz aytdik, ularga bizni tariximizni o'rganish nima berishini, lekin jahon tarixini o'rganish bizga nima beradi? Albatta, mana biz yuqorida Yevropa bizga juda ko'p qiziqish bildiryapti deyapmiz. O'z navbatida xursand bo'ladigan joyi borki, bizni yoshlar, bizni olimlar ham to'g'ridan to'g'ri xorijiy mamlakatlar tarixlarini bemalol tadqiq qilayotganlarini ham tan olishimiz kerak. Da, kamchiliklar bor, ammo yutuqlari ham bor. Mana yaqinda shunaqa bir tadqiqotlar amalga oshdiki, to'g'ridan to'g'ri Fransiya tarixiga oid bir yaxshi dissertatsiya himoya qilindi. Ya'ni o'zbekistonlik olim Fransiyani 20-asrdagi tarixiga oid bir katta monografiya nashr etdi, ilmiy ish himoya qildi. Bu bitta yutuq. Ikkinchisi, Turkiyani 19-asr tarixiga oid juda ko'p tadqiqotlar bo'lyapti o'zbek olimlari tomonidan. Yoki mana tipik guvoh, mana bu yigit Koreyada o'qib kelgan yigit, shu kunlarda Koreyani o'zini tarixi bilan shug'ullanyapti. Ya'ni Koreya davlatini dunyodagi o'rni, uni yumshoq kuch siyosati qanchalik u davlatni buyuk bo'lishda hissa qo'shdi degan masalaga u qiziqib kelganda, mana chet elda o'qigan va o'zbek bo'lajak olimi sifatida Koreya tarixini koreyaliklarga yozib bermoqchida. Bir paytlar Abu Rayhon Beruniy Hindiston asari bilan hindlarga yozib berganidek, ya'ni bizda jahon tarixini o'rganishga ham qiziqish ortib borayotganligini ta'kidlash kerak. Xo'sh, ularni tarixini o'rganish bizga nima beradi? Biz mana Koreya tarixini o'rganyapmiz deyapmiz yoki Eron, Pokiston, arab mamlakatlari tarixini o'rganyapmiz. Ularni tarixini o'rganish bizga nima beradi? Xususan Janubiy Koreya misolida aytadigan bo'lsam, misol uchun Janubiy Koreyani o'sha madaniy diplomatiyasi yoki bo'lmasam o'sha madaniy diplomatiyasi tarixiga qaraydigan bo'lsak, juda ham muvaffaqiyatli yo'lni bosib o'tganda, ya'ni biz shuni mana o'zimizni tashqi siyosatimizda kelajakda qo'llashimiz ham mumkin bo'ladi. Masalan, kichkina davlat, juda ham hududi kichkina, lekin aholisi ko'p va katta dunyo kuchlari o'rtasida joylashgan. Bir tomondan shimolda Rossiya, sharqiy tomonda oladigan bo'lsak Xitoy davlati va o'sha yoqda ham jon saqlab qolish, endi qo'sh tirnoq ichida oladi aytadigan bo'lsak, undan tashqari ham nufuzini butun dunyoga yoyish, ya'ni mintaqaviy kuch sifatida, ya'ni dunyoning hozirgi kunda o'sha 12-katta iqtisodiyot hisoblanadi. Mana shu madaniy, bunda faqatgina iqtisod emasda, bu yerda madaniy diplomatiyaning ham roli juda ham katta hisoblanadi. O'shan Janubiy Koreyaning o'sha madaniy diplomatiyasini tajribasini kelajakda O'zbekistonda ham qo'llash va o'zimni o'sha tavsiyalarimni bermoqchiman o'rganish orqali. Juda ham bir quvonarli holat. Hattoki bizni tarixchi olimlar, yoshlar o'zga xalqlarning tarixini yozib beryapti. Bu juda katta ilm kerak, buning uchun ilmiy izlanish kerak, to'g'rimi? Kerak. Nima uchun o'zbekistonlik yosh tarixchilar yoki bo'lmasa tarixchi olimlar tomonidan xorijiy mamlakatlar tarixi o'rganyapti? Ya'ni biz bilamizki, xorijiy mamlakatlar tarixini o'sha yaqin o'tmish 20-21-asr tarixini o'rganyapmiz, chunki aynan bu davrda dunyoda bir qancha mo'jizalar bo'ldi. Bizda mana Yapon mo'jizasi deymiz yoki bo'lmasa o'sha Koreys mo'jizasi, mana Singapur mo'jizalari, bu qanday mo'jiza? Ya'ni bu davlatlar qisqa vaqt mobaynida, ya'ni 30-15 yil mobaynida juda bir yomon ahvoldan juda bir buyuk darajaga ko'tarildi. Misol, men o'zim misolimda olib qaraydigan bo'lsak, arab davlatlari. Biz o'tgan asrda arab davlatlarini qanday bir tasavvur qilganmiz? Cho'li, biyobon, dasht, quruqlikdan iborat. Faqatgina arab davlatlarida o'sha ikkita muqaddas, o'sha Makka va Madina shaharlarini, ziyoratgohlarni bilar edik. Hozir esa arab davlatlari deganimizda boy iqtisodiyotga yetishimiz mumkinki, keng salohiyatli turizmga yetishimiz mumkin, barcha sohalarga ega bo'lgan davlatlar. Ana endi bunday bir davlat hech qanday yetishimiz mumkinki, bir o'zlarini iqtisodiyotiga ega bo'lmagan davlatlar o'tgan asrning 30-yillarida mustaqil bo'ldi-yu va qisqa ularni, ya'ni bunday bir rivojlanishi 21-asrni boshlardi, ya'ni 2000-yillardan boshlandi. Ya'ni 24 yil davomida yoki 25 yil, chorak asr davomida bu davlatlar qanday bunday bir iqtisodiyotga ega bo'ldi va dunyo hamjamiyatiga integratsiyalashuv jarayoni sodir bo'ldi. Ya'ni arab davlatlarini ko'rishimiz mumkin va buni o'rganish va aynan ularni aytishimiz mumkin, rivojlanish modelini O'zbekistonda nima bo'ladi? Bu targ'ib etsa qanday bo'ladi? Aynan shu tomonda nimaga qarab rivojlandi? Nima uchun bu darajada tez, ya'ni ular rivojlanib ketdi va dunyo tarixida o'zlarini bir so'ziga ega bo'lgan davlatga aylanganligini o'rganish va uni tadqiq etish
bugungi kun uchun bizga zarur deb hisoblayman. xuddi o'tmishda birinchi renessans davrida g'arb bizga qanchalik qiziqqanidek mana shu jihatlarni ham xato va kamchiliklar yutuqlarni o'rganish jihatdan ham kerak demak, to'g'rimi? To'g'ri anglayapman. Har bir millatning, har bir xalqning bashariyat taraqqiyotiga xizmat qiladigan o'ziga xos taraflari bor. Biz nima uchun o'rgandik ularning tarixini, nima uchun xorijiy olim mamlakatlari tarixi, ularni qaysidir bir jihatlari butun bashariyat, nafaqat bashariyat, butun mana shu xalqlar, insonlar taraqqiyotiga xizmat qiladimi? Ular butun bir boshli o'zlarining madaniyatini yaratadi. Albatta ijobiy bo'lgan tomonlarini olishimiz uchun ham biz ularni tarixini o'rgansak xato bo'lmaydi. Albatta yuqoridagi fikrlardan ko'rinyaptiki, bizni tarixga ham Osiyoda qiziqish bor, ham Yevropada, ham Amerikada. Bo'lib hamki, u mamlakatlarda ham bizni yurtimizga tegishli asror atiqalar haddan ortiq yetarli. Va O'zbekiston davlat sifatida umuman olimlari harakat qilyapti o'sha hamma asror atiqani eng kamida faksimile nusxalarini olib kelib xalq bilan tanishtirishga va tadqiq qilishga, va bu juda zo'r ketyapti. Men takror aytishdan charchamayman, o'sha 60 tomli turkum o'sha to'plamlar bizga reyestrlar mana shu olimlarning ijodlari bizni butun dunyoda nimalarimiz borligicha, hattoki bir qo'shimcha bo'lsin, Germaniya to'plamida hatto shahrisabzlikda kiygan do'ppilargacha turibdi-da Germaniyada. 18-10 o'sha do'ppilar, gilamlar, qo'lyozmalar hamma tariximizni suratlari bilan, tafsir izohlari bilan kitoblar chiqyapti. Demak, biz tariximizni butun dunyo bo'yicha o'rganyapmiz. Parallelida dunyo tarixini ham e'tibordan chetga chiqarmayapmiz. Ammo hali yana ham jonlantiradigan, yana ham buni yuksaklikka ko'tarish uchun Yoqubjonning fikriga 100% qo'shilaman. Bizda o'sha yaxshi sharqshunos olimlar, arab tili, fors tilini yaxshi biladigan mutaxassislar, mana Koreya, Yaponiyani tilini yaxshi bilib, tarixini va bizni tarixni ularga yetkazadigan, O'zbekiston yumshoq kuchini dunyoga targ'ib qiladigan yosh olimlarga albatta bugun ham har doimgidek ehtiyoj bor. Albatta, mana bu yoshlar ana shu ehtiyojni qondiradigan yoshlar deb o'ylayman, nazarimda. Bo'lishi ham kerak aslida, chunki shu sharoit bor, imkoniyat bor. Bir paytlar birinchi renessans, ikkinchi renessans, Amir Temur davrini har doim xorijlik olimlar bir o'rganganda, nazar tashlanganda, shubhasiz biz ham o'rganganimizda bu davrda Amir Temurni olib borgan siyosati bunga imkon berdi deydi. Bugun davlatimiz rahbarini olib borayotgan siyosati siz yoshlarga imkon beryapti, to'g'rimi? Bu borada mana shu jadallikni qo'lga olish maqsadida. Adabiyotini o'rganishda, xususan Hindiston, Pokiston adabiyotlarini o'rganishga nihoyatda katta qiziqish va e'tibor berilyapti. Bu nafaqat olimlar tomonidan O'zbekistonda do'stlik jamiyatlari ham mavjud. Mana shu do'stlik jamiyatlaridan biri misolida O'zbekiston-Pokiston do'stlik jamiyati haqida to'xtalib o'tsak, O'zbekiston va Pokiston do'stlik jamiyatini tashabbusi bilan 1994-yilda aprel oyida 14 kishidan iborat bo'lgan ayollar delegatsiyasi Lahor shahrida o'zining delegatsiyasi bilan boradi va mana shu Lahor shahrini tanishishda va Lahor shahridagi mashhur bo'lgan Podshohi masjidiga tashrif buyurishadi va u yerda Qur'oni Karim nusxasini, Bibi Fotimaning ro'mollari, joynamozlari, Muhammad sallallohu alayhi vasallamni sallalarini, hassalarini ko'rishadi va shuni aytish kerakki, masjid imom xatibi tomonidan O'zbekistonga bir nusxada Qur'oni Karim nusxasi berib yuboriladi. Bu hozirgi kunda O'zbekistonda saqlanyapti. Bu haqidagi ma'lumotlar O'zbekiston Milliy arxiv fondida saqlanyapti. Bu biz kabi yosh olimlarni Pokiston tarixini o'rganishda juda katta manba sifatida ko'rishimiz mumkin. Yana shuni aytish mumkinki, Pokiston tarixini o'rganishda mana shu do'stlik jamiyatlari bilan bir qatordagi elchixonalardagi ma'lumotlar va rasmiy saytlarimizdagi ma'lumotlar ham tarixni o'rganishga katta e'tibor berilayotganidan dalolat beradi. Mana xorijlik tarixchilarni, xorijlik xalqlarning tarixini o'rganish bizga nima beradi? Do'stlik rishtalarini mustahkamlashga ham bir dastur amal bo'lib xizmat qiladi, to'g'rimi? Men bir narsani alohida aytmoqchi edim. Boya arab davlatlari haqida gapirilganda ko'plab tadqiqotlar qilinganligi. Men o'zim bevosita Abu Rayhon Beruniy nomidagi sharqshunoslik, sharq qo'lyozmalari institutini
yangi binosini ochilishida, undan oldin moliyalashtirish jarayonida o'zim ishtirok etganman. Talaba bo'lib ishtirok etgandim. O'sha vaqtda Ummon sultonligidan 10 million dollar pul ajratilib, yangi bir bino qurib bunyod etilgan. Aynan mana shu Mirzo Ulug'bek tumanida bunyod etilgan nimani dastlab moliyalashtirish jarayonida talaba bo'lib ishtirok etib, ummonliklar tashrif buyurganda ko'rgandik. Bizni tariximizni rivojlantirish, manbashunoslik sohasini rivojlantirishga ularda ham qiziqish borligini ko'rgandik. Endi yana bir masala madaniy diplomatiya haqida alohida aytmoqchi edim. Bizda 1993-yilda O'zbekistonga tashrif buyurgan Eronning prezidenti Hoshimiy Rafsanjoniy birinchi bo'lib tashrif buyurish jarayonida O'zbekistonga olib kelgan, o'zi bilan olib kelgan Alisher Navoiyning kitoblarini qo'lyozma nusxasini sovg'a qilgan O'zbekiston uchun. Sovg'a qilgan. Keyinchalik mana shu jarayon yana davom etdi. Biz o'sha Amir Temurning qilichini ham nusxasini olganmiz. 96-yilda o'sha bunyod etilgan Temuriylar muzeyiga Mirzo Salim o'sha direktorlik qilayotgan nimadan Sadobod o'sha harbiy muzeyidan bitta nusxa olib kelib Temuriylar muzeyiga sovg'a qilgan. Aynan mana shu jarayonlarda mantiqiy davomi sifatida Shamsiddin Kamoliddin ustozimizni tadqiqotlari alohida meni nima qiladi? Faqat manbalar haqida gapirdik, manbalardan tashqari xaritalar, mana misol uchun xaritalar. U kishi tarixiy geografiya sohasida juda ham yetakchi mutaxassislardan. O'sha siyosiy tadqiqot markazi bor, Eronning siyosiy tadqiqot markazida bir xaritani uzoq oldin bir necha bor tashrif buyurganda ko'rganman dedi. Aynan mana shuni nusxasini olib kelish uchun harakat qilyaptilar hozir. Aynan bunda biz faqat 1924-yilda O'zbekiston degan nomni paydo bo'lgan degan bir qotib qolgan bir nimani fikrni biz buzgan holatda ko'rishimiz mumkinki, u aynan xaritada 17-asrda O'zbekiston degan nom bo'lgan xaritani O'zbekiston umuman ilm faniga olib kelib, mana haqiqatdan bo'lganligi. Ilm fanda bir yangilik qilmoqchida, 17-asrdayoq bu nom bo'lgan deb. Nusxasini olib kelib, mana shu nusxasidan tarjima qilib, haqiqatdan ilm fanga yangilik kiritish uchun harakat qilmoqdalar. Bevosita biz ham mana shu jarayonga qo'shilib qolganmiz. Haligi ustozga bir kuchli bir o'zlaridagi kuchga bir tayangan holatda biz ham mana shunda faol ishtirok etyapmiz. O'ylaymizki, bu harakatlar o'zining ijobiy natijasini beradi. Albatta, olib borilayotgan bugungi ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy aloqalar O'zbekiston tarixini yanada ko'proq, kengroq targ'ib qilishga, ya'ni o'zbek xalqini kim ekanligi, uni o'tmishi uzoq, tarixi boy ekanligini yanada jahonga yoyilishga xizmat qiladi va bu borada siz kabi yosh olimlar, tarixchilar, ziyolilar o'zingiz olib borayotgan faoliyatingiz bilan hissa qo'shasizlar. Shu jumladan mana shu bugungi suhbat ham ana shunga hissa qo'shsa ajab emas. Maqsadimiz ham shu. Qadrli teletomoshabinlar, bu O'zbekiston tarixi telekanali orqali doimo efir yuzini ko'rib borayotgan tarix maydoni ko'rsatuvi edi. Hozircha xayr, salomat bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting.